Avvalo tarixdan andoza olinadi, tajriba olinadi. O'qigan narsalarimni insonlarga yetkazadigan bo'lsam, o'zim ham yotib olaman degan maqsadda ijtimoiy tarmoqqa kirdim. Lekin bizga kommunizmga moslashgan ta'limni berishgan desak to'g'riroq bo'ladi. Tarix siyosatga qarab o'zgaradi. Yomon insonligini isbotlash uchun yozyapman deydi kitobda ochilgan deylik. Hamma tarixchi har xil tarafga tortadi. Bizani millat umidini dardi shu. Ey dunyo, Temuriylardan emas, Osmoniylardan qo'rqinglar dedi. Gitlerda Mein Kampf asari. Bu asarga qarshi himoya kitobi qo'yamiz. Sohibir Amir Temur Izmir shahrini olgandan keyin qariyb 550 yilmi hech kim oyoq bosmadi. Tarixini Al-Xorazmiy yoki bo'lmasa Farg'oniyda tarixlarini qaytadan yoritishdan maqsad ularga o'xshagan shaxsiyatlar chiqish, maqtanib yurishmas. Hozir maqtanib yuradigan payt emas. Ular amaliyot qilayotganda biz yodlayapmiz. Meni shikoyatim o'zimni millatim izlamayotganidan. Bitta tilda gaplashyapmiz. 90% bir-birimiz tushunamiz. Bizga tarjimoni keragi yo'q. Marg'ilonda shunday ukamiz bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz deganiga. Assalomu alaykum. Bizni Millat umidi ko'rsatuvimizni, podkastimizni har bitta sonini qoldirmasdan bizga subscribe qilib, kommentlarni bomba qilib va bu ma'lumotlarni boshqa insonlar bilan ulashayotgan muxlislarimiz. Bugungi mehmonimiz millatning kelajagi, millatning tarixiga bog'liq degan mavzuni olg'a surishga qaror qildik va bu uchun bizaga ijtimoiy tarmoqlarda tarixi ildizigacha to'g'ri ma'lumotlarni olib chiqayotgan do'stimiz, ukamiz Timur Ikromovni taklif qildi. Xush kelibsiz. Rahmat aka, xush bo'lding. Assalomu alaykum avvalo. Bu podkastga meni ham chaqirganlaringdan xursandman aka. Ba'zi o'z mavzular ko'tarilishi kerak edi. Qanday ko'tarsa ekan deb o'ylanib turgandik. Shu paytda siz chaqirib qoldingiz. Ammo kutirib qo'ydi 2 oy, adashmasam. 2 oy bo'ldi. Keldi mana bugun bir xil mavzularni ko'targanim. Chunki tarixni yasash uchun va kelajakka to'g'ri ma'lumotlarni berish uchun 2 oy kutsa arziydi deydi-yu. Rahmat. Bilasizmi, biza asosiy mavzularga o'tishdan oldin har doim mehmonimizni o'zi haqida bilganlar bor, bilmaganlar bor, ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Shular bo'yicha o'zingizni bir og'iz qayerdansiz, qayerda o'qigansiz, aynan bu yo'nalishga qanaqa ko'p qolgansiz, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, hozir men Demokrat.uz axborot internet nashrining jurnalistiman. O'sha yerda ishlayman. Tarix mavzusini tanlashimga sabab 2018-yilda Turkiyada bir xil muammolarda yashaganimdan keyin u yerdagi o'qitilish bizga nisbatan farqli bo'lgani uchun tarix mavzusini tanladim. Lekin men tarix mavzusiga birozgina uzoqroqman. Diplomatiyani yaxshi ko'raman o'z aslida, lekin diplomatiyaga tarix o'rganish kerak. Tarixsiz kelajak bo'lmaydi. Ya'ni bugunni qurish uchun avvalo tarixdan andoza olinadi, tajriba olinadi. O'shuning uchun tarix tanladik. Men o'zim Marg'ilon shahardanman. 16-maktabda o'qiganman. Bir xil Marg'ilonlik insonlar meni tanimaydi. Chunki ancha o'zgardi. Yurish-turish men boshqacha bo'ldi. Chunki Turkiyada yashadim men. 7,5 yil davomida. 7,5 yil qolib ketib qoldim. Va o'sha yerda yashayotgan paytimda u yerdagi tarixiy yondashuv bizga nisbatan umumiy boshqachaligi uchun tarixga men qiziqib ketdim. Lekin men yo'nalishim xalqaro munosabat bo'lgani uchun aslida tarix o'rganishim kerak edi va o'qigan narsalarimni insonlarga yetkazadigan bo'lsam, o'zim ham yotib olaman degan maqsadda ijtimoiy tarmoqqa kirdim. Bitta mavzuni qo'ydik, u rekomendatsiyaga tushib qoldi. Ko'tarildi, bir xil insonlar savol berdi, o'sha savoliga javob berib davom etib hozirgacha keldik. Bir xil mavzularda ko'tarib. Sizni ismingizda Timur Ikromovli deb qo'ydingiz. Bu o'zi taxallusingiz ekan, o'zi asl ismingiz boshqa ekan. Bo'ronov Ilhomjon aslida. Bu taxallusga qanaqa keldi? Bu taxallus aslida Turkiyada sport zalida shug'ullanayotganimda meni trenerim menga qarab aytdiki, "Sen qayerliksan?" dedi. Men O'zbekistonlikman desam, "Ha, buyuk qo'mondon Temur Davlatdansan" dedi. Keyin har kuni kelib ismimni aytolmasdan Ilhomjon yoziladi-ku. Temur Davlatdan kelgan bola qani? Temur qani bo'lib, shu bilan zalda hamma Temur deydigan bo'ldi. Orada keyin shu holatga keldik. Bir xilga paytlarda kargo kelganda, menga kitob kelganda ismimni umuman noto'g'ri talaffuz qilib qidirib yurardim men kelgan narsalarni. Shu bilan Temur ismi ommalashib ketdi. Marg'ilonda shunday ukamiz bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz deganiga. Kinoda. Kinoda. Asl mavzuga qaytadigan bo'lsak, Amir Temurni mavzusini olib chiqishimdan sabab bizda umuman boshqacha o'rgatilgani. Chunki biz 70 yil davomida Sovet hukumatida yashaganmiz va ularni bergan narsasini o'qib kelganmiz. Va xulosalarimiz bu insonlar ko'p. Xulosalarimiz boshqacha bo'lgan. Misol deydigan bo'lsak, Turkiya davlati mustamlaka bo'lmagan va mustaqil ravishda o'rganadi, mustaqil xulosa qiladi. Lekin bizga kommunizmga moslashgan ta'limni berishgan desak to'g'riroq bo'ladi. Turkiyada juda ham ko'p professorlar bor edi. Misol Junayd Qanat yoki bo'lsam Ahmed Shirgil
ismli professorlar bor edi. Bularni xulosalarini o'qib, kitoblarini, misol Junayd Qanatni bir asari bor. Yulduzlarni baxtiga hukmini o'tkazgan oxirgi jahongir Sohibqiron Amir Temur. O'sha bilan boshlab keyin Amir Temurning kitoblarini o'qib, o'zim ham qiziqib qoldim. Keyin bu narsani insonlarga yetkazish kerak edi. Va shu paytgacha yetib kelyapmiz aka. Qaysiki bizaga umuman odatda qarama-qarshi yozilgan kitoblar. Ha, Ya'ni negizi boshqa. birozgina Turkiyani siyosatiga moslab yozilganini xulosa qildim men birozgina. Chunki Anqara jangi misol deb oladigan bo'lsak, Osmoniylar davlatining eng katta mag'lubiyati. Hozir Osmoniylar davlatini o'zini xalqini vatanparvar qilgani, Osmoniylar davlatini biz davlatimiz shunday bo'lgan, bunday bo'lgan deb maqtayotgan paytida, Yildirim Boyazid Amir Temur kelib asirga olib ketganki, bitta sultonimiz asirga tushgan deb qolgan paytda u joyga endi boshqanday qilib olib ketish kerak uni mavzuni, boshqa tushuntirib. Misol deydigan bo'lsak, Amir Temur Anqaraga birinchi bo'lib yetib borgandi, shuning uchun suvlarni zaharlab, hammani charchatib qo'yib, jang yutib olgandi. Yildirim Boyazid kelgandan keyin Amir Temur tayyorgarlik ko'rishini kutib turgandi deyshadi, lekin shu joyda ko'p tarixchilar asosiy joyda unutib yuborishadi. Sohibqiron Amir Temur jo'grafiyani juda ham zo'r bilgan. Misol Anqara jangidan oldin Anadolu jo'grafiyasidan kirib kelgandan keyin To'qat, Sivas, Yildirim Boyazid keladi, kemasidan oldin janubga yurib boradi Amir Temur. Va u yerdan Anqaraga qarab ketadi. Bu muazzam narsa. Yildirim Boyazidni o'zini jo'grafiyasida adashtirib qo'yapti. Yildirim Boyazid o'zini jo'grafiyasida Amir Temurni qidirib yuribdi, qo'pol qilib aytganda. Va Amir Temur Anqaraga borib, Anqarada jang tayyorgarligini boshlayapti. O'ziga qulay bo'lgan hudud tanlayapti jangda. Yildirim Boyazidni piypalanishiga majbur qilyapti. Va jang maydonini belgilayapti. Hamma narsani ohista, qanday desam bo'ladi, endi hissiyotga berilmasdan boshqarib yutib ketyapti. Lekin bu joyda tarixchilar aytadiki, Amir Temur birinchi bo'lib yetib kelgan, suvlar zaharlab qo'ygan, o'sha suvlarni icholmasdan biz askarlarimiz Yildirim Boyazid yutib qo'ygan. Yildirim Boyazid Amir Temur tayyorgarlik ko'rishini kutib turgan, kelgandan keyin Amir Temurning armiyasi tayyorgarlik ko'rmagandi degan gaplarda aytishadi. Bu joyda endi Turkiyani xalqini vatanparvar qilgani albatta kerak. Ularning ishiga biz aralasha olmaymiz. Endi bitta savol. Maqsad Shu joyni. Xo'p. Hozir aytilyapti, ya'ni bizani kommunizmga moslashgan tariximizni o'qisangiz boshqa yokida Turkiyani o'sha mustamlaka bo'lmagan davlatni tarixini o'qisangiz boshqa va ularni ham hozir Amir Temurga bo'lgan siyosatida boshqacha degan holatlar bor. Biz bilamizki, tarixdan o'ziz ham universitetda o'qigan paytimizda Yunusov domlamiz bizga bir gap gapirgan. Umidjon degan, hech esimdan chiqmaydi. Tarix siyosatga qarab o'zgaradi degan. Qisman to'g'ri, bu narsaga qo'shilaman. Lekin ba'zan millatni uyg'onishida va shakllanishida tarix kerak bo'ladi. Va millatni holatiga qarab shaxsiyatlar o'rtaga chiqariladi. Meni fikrimcha bu. Siyosatga qarab o'zgaradi degan gapga men ham birozgina qo'shilaman. Tamomila emas. Chunki Toshkent shahri Shayxontohur tumanida joylashgan Millat umidi maktabi 7-sinfdan 11-sinfgacha qabul ochdi. Agar farzandingiz dunyoning top universitetlariga kirishni maqsad qilmagan bo'lsa, unda bu maktab siz uchun emas. Bu maktab farzandim dunyoning nufuzli universitetlariga grant asosida qabul qilinsin degan ota-onalar uchun. Maktab 5 yildan beri o'z faoliyatini olib boradi. Shu paytgacha o'quvchilarimiz millionlab dollar grantlarga ega bo'lishgan. Bu grantlar qayerdan? AQSh, Xitoy, Koreya, Malayziya, Yaponiya, Qatar va Yevropaning bir qator davlatlari universitetlaridan yutilgan grantlar. Umumiy hisobda bu grantlar qancha bo'lishini bilasizmi? 150 million AQSh dollar va bu davomiy o'sib kelayapti. Hamroyev Eldor, Carnegie Mellon universiteti 370 ming AQSh dollar. Alijonov Aziz, KAIS, to'liq qoplanadigan grant. Dadajonov Abdulloh, HQUSC, dunyoda top 50 talik universitetlardan biri. Keyingisi sizning farzandingiz bo'lishi mumkin. Buning uchun farzandingizni bizning maktabga bersangiz kifoya. Batafsil ma'lumot olish uchun video pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting yoki ushbu raqamlar orqali bog'laning. Amir Temur haqida tarix yozgan bir inson bor. Ajoyibol Maqtur fi axborot Temur deb asar yozadi. Bu Ibn Arabshoh. 1389-yilda tug'ilgan o'zi aslida. Bu odamni 1403-yilda adashmasam Sohibqiron Amir Temur qutqarib Samarqandga olib kelib madrasaga tashlaydi. Lekin bu Ibn Arabshohning ota-onasi ko'zini oldida vafot etgan. Sohibqiron Amir Temurning Chig'atoy askarlari edi.
travma yashaydi, 13 yoshida travma yashaydi va bu bola Sohibur Amir Temurni tarixini yomonlab yozadi. Endi Turkiyaga Amir Temur ba'zi bir joylarda yoqtirmaydigan siyosatchi, yoqtirmaydigan tarixchilar bor. Ibn Arabshohni yozgan ma'lumot to'g'ri kelib qoladi. Ibn Arabshohni kirgizib yuborishadi. Lekin Fatih Sulton Mehmetni o'rganishayotganda eng to'g'ri manbadan olib o'qishadi. Yoki bo'lsam Yevropadan yozgan bir xilga tarixchilar kitobini o'qishmaydi. Chunki noto'g'ri yozgan deydi. Biz qanaqa qilib taniydi deydi. Bu mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, Sohibur Amir Temurni oldida ikkita tarixchi bo'lgan. Bittasi Ali Yazdi, keyin Nizomiddin Shomiy. Bular yonida turib yozgan. Bittasi keyinroq, bittasi oldinroq desak bo'ladi. To'g'ri, bir xil joylarda bo'rtirmalar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin yonida turib yozgan odamlar. Lekin Ibn Arabshoh u travmani orqasidan bitta narsani qabul qilish kerak. U 13 yoshidagi bola ko'zini oldida ota-onasi o'tyapti. Sohibur Amir Temur qanchalik u bolani olib kelib Samarqandga, madrasaga tashagan bo'lsa ham, baribir hissiyot birinchi o'rinda, chunki ota-onasi. Va o'sha men Sohiburonni qanchalik yomon insonligini isbotlash uchun yozyapman deydi kitobda ochilgan deylik. Endi men o'zbekchasi qanaqa bilmayman, men turkcha kitob o'qiyman, oldimizda turganda. O'qiy olmayman chunki o'zbekchalik kitob. Nimaga deb savol berishingiz mumkin. Hozir Nimaga? chunki hozir Turkiyada bitta kitob nashriyotdan chiqadigan bo'lsa 200 mingta sotilishi mumkin o'rtalama. Bitta kitob. Bizda qancha? 5 mingta. Eng rekord sotilgan qancha hozir kitob? 7 ming, 8 ming. Mana yaqinda Abror Muxtorali ustoz bir kitobda aytgandilar. Muqaddimasi. Amir Temur bilan birga bir ko'rishib o'tirib suhbat qilgan odam tarixchi bu odam. Bu odamning muqaddimasi eng ko'p sotilgan kitoblardan bo'lsa kerak. Turkiyani bizga nisbatan tarix o'qishi, kitob o'qishi ancha yuksak. Bizda pastroq. Ancha past. Ancha past desa ham bo'laveradi va yozish uslubi menga qulay keladi. Mana hozir sizga ko'rsatishim mumkin. Men turkcha kitob o'qiganimda shu ahvolga keladi kitoblarim. Men endi ba'zan imloviy xatolar qilaman o'zim ijtimoiy tarmog'imda, ko'pchilik tanqid qiladi bu narsani, chunki tabiiy ravishda men o'qigan hamma kitobim chunki turkcha. O'qiy olmayman o'zbekchani, qiynalaman. Jumlaviy xato ketib qolishi mumkin. Qiynalib ketaman va kirilda yozilgan bo'ladi. Men kirilga moslashmaganman. Lotinda o'qiyman, lotinga o'rganib qo'yganman. Shunaqa. Endi kitob mavzusiga keladigan bo'lsa, yana bitta narsani eslatmoqchiman. Oxirgi paytlarda ko'p ko'ryapman. Misol Turkiyada g'oyalar ko'p bilamiz. Har xil g'oyalar bor. Tarixchi ko'pligidan bo'lsa kerak menimcha. Hamma tarixchi har xil tarafga tortadi. Bittasi o'ngga, bittasi chapga, bittasi orqaga. Misol Amir Temurni yomonlab yozgan odam ham bor, maqtab yozgan odam ham bor. Ming o'rtada turgan odam ham baribir o'zini davlati bo'lgani uchun Anqara jangini eslab, o'sha joyda yengil o'tkazaveradi. Endi sizga savol. Agar tarixda ikki qo'llanma qo'llanilsa, bir aytaylik, hali holatda yonida turgan odam yaxshilab yozdi deb kutiladi va yoshligida undan travma olgan odam albatta uni tanqid qilib yoki yomonlab yozadi. Endi kelajakdagi insonlar buni o'qiyotgan paytida siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qaysi tarafni ichida xohishi bo'lsa, o'sha tarafga yon bosib o'qiydi. To'ppa-to'g'ri. Bu narsaga bitta narsa aytaman hozir. Har o'qiganingizga ishonib ketmang. Har eshitganingizga ham hamisha o'zingiz fikringiz bo'lsin. Bizning jamiyatimizdagi men ko'radigan narsa eng ko'p katta muammo bu. O'zini fikri yo'q odamlarda. Bizani millat umidini dardi shu. Shuni olib chiqib insonlarni fikrlashiga o'rgatish. Hozir misol deylik, Abdulhamidxonni bitta kitobini o'qigan bloger Abdulhamidxonni yomon fikrlab qolishi mumkin, lekin kitobni olib tekshirish kerak. Buni yozgan odam maqtash maqsadida yozganmi yoki bo'lmasam yomonlash. Balkim pul evaziga yozgandir. Bo'lishi mumkin, ya'ni mumkin emasmi bu narsa? Har xil tarafga yon bosishi mumkin. Balkim o'zini o'sha davr odamiga yaxshi ko'rsatish uchun, iqtidorga, hokimiyatga yaxshi ko'rsatish uchun yozgandir deylik misol. Bo'lishi mumkin bu narsa. Bu holatda nima kerak deb o'ylaysiz asosan? Ma'lumotlar tekshirish kerak. Misol Amir Temurni Loy jangi bor. Bitta zafarnomada 60-yil, bittasida 65-yil deb yozilgan. Bularni xulosa qilish kerak, tekshirib ko'rish kerak. Misol Amir Temur haqida ikkita zafarnoma o'zini yozgan Chig'atoy turkchasida Tuzukot-u Temur, bu Tuzukot-u Temur eslatib o'taman, Temur nizomlari bo'ladi. Bundan tashqari Amir Temur bilan suhbatlashgan odamlar bor. Misol o'shalardan bittasi o'sha muqaddimasini yozgan, ismlari hozir esimdan chiqib qoldi, tarixchi Ibn Xoldun, juda ham katta tarixchi. Bu odam bir kitob yozadi Amir Temur haqida. Ey dunyo, Temuriylardan emas, Osmoniylardan qo'rqinglar deydi.
Chunki Amir Temur bilan suhbatlashgandan keyin fikrlar o'zgaradi va muqaddima asarini yozgan adashmasam. Hmm. Amir Temur bilan Alloh. suhbatlashgandan keyin yozgan bu narsani. Endi bitta narsa yana eslatmoqchiman. Bu odam bunchalik kuchli asar yozishiga sabab ko'zini oldida salkam 35 ta davlat qulab ketishi. Bu narsalardan xulosalar qilib yozgan. Haligi gap bor-ku, eskilardan qolgan. Qiyinchilik kuchli insonlarni yetishtirib chiqaradi. Misol desak, Qodiriy. Qodiriyda qalam nima deydi? Mahorati o'ta ham kuchli, to'g'rimi? Haligi yo'lboshchimiz, baloyi battarimiz, ayni bahor ayyomida dadajon dedi-yu, shilq etib o'ldi. Harom o'ldi itvachcha deb ta'rif beradi. Qalam mahorati. Lekin u o'qimagan u darajada. Unda tabiiy ravishda atrofida bo'layotgan narsalar ilhom bergan. Va o'sha narsani qalamga to'kkan. Yana bitta narsa eslatib o'tsam maylimi? Umidjon aka, hozir shu joyda eslatmasam bo'lmaydi. Har kim she'r yoza olmaydi, har kim kitob yoza olmaydi. Aslida dardli inson kitob yozadi, dardli inson she'r yozadi. She'r yozish uchun jahannamga borib kelish kerak deydi shoirlar. Yashagan narsasidan tushuntira olmasdan she'r yozib yuboradi. Yoki bo'lsam jamiyatda ko'rgan muammolarini kitobga to'kadi insonlar. To'g'rimi? Misol Qodiriy, mana Cho'lpon, har xil asarlari bor. Hozirga kelib Cho'lponga o'xshagan yozuvchilarimiz yo'q menimcha. Oxirgi paytda bitta kitob o'qidim, eng zo'r o'zbekchada, Qo'rqma degan asar. Endi aytmoqchi edim, qo'rqmani Qo'rqma asari. Mukammal asar ekan. Shunaqa. U 35-betigacha mana shu darajada hissiyotga beriltirdiki, u tasvirlab bera olmayman sizga. Akamizga qarasam, o'zimizga o'xshagan sodda, haligi, ammo chiqibdi-da mana O'zbekistonda. O'sha aytganingizdek dard bilan yozilganda. Dard bilan yozilgan. Har bitta detalga to'xtatilgan. U kirib kelish, u davrga tushib qolgandek bo'ldim men, to'g'risi. O'qidim bu narsani. Menimcha oxirgi sotilgan kitoblarda eng ko'p sotilgan muqaddimadan ham menimcha urgan kitob Qo'rqma bo'lsa kerak. Balkim, ammo muqaddima ham yaxshi ketdi. Endi kim reklama qilishiga bog'liq-da. U ham to'g'ri. Ustoz Abrom Muxtorali. Hozir to'g'risini aytaman, siyosatga qarab tarix o'zgaradi deyilgan holatdagi dilemma deylik yoki bo'linma deylik. O'shani kelajakda insonlar o'z fikriga ega bo'lib o'qish kerakmi? Yoki aytganingizdek dalillar kim tarafda yozilganiga qarabmi? Lekin dalillar kim tarafda yozilganiga qarab o'qigan taqdiringizda ham uni foizi bilolmaysiz. Ya'ni insonni ichki tuyg'usidagi holatini bilolmaysiz. Chunki manfaatsiz yozilgan narsa bo'lmaydi deb bilaman. To'g'ri. Mana misol hozir bitta narsani eslatib o'taman. Fashist Gitlerda Mein Kampf asari. Bu asarga qarshi himoya kitobi qo'ya olmaysiz. Lekin bu Gitler o'zini manfaati uchun, fashist insonlarni yetishtirish uchun yozgan bu narsani. Hozir bitta kitobda biz 5000 ta sotilgan deyapmiz O'zbekistonda. Gitler o'sha paytda 5 million nusxa sotgan kitobini. Dunyo bunchalik zarar ko'rishiga sabab bu odamlar qamoqqa tiqib o'rishib, bo'sh vaqt berib qo'yishganiga bo'ldi. Qamoqda o'tirib o'sha hech kim qarshi qo'ya olmaydigan fikrlarni qo'yib, haqiqatlarga yolg'on aralashtirib yubordi. Buni o'qigan odam o'shuning uchun taqiqlangan kitob. Bazasi yo'q odam fikrlari o'zgarib qoladi. Tushundim, lekin bular o'z davrida u fikrga ega bo'lmagan-ku. Sizga adolatli bo'lgan narsa menga adolatsiz bo'lishi mumkin. To'g'ri, har kimning o'zini dunyosi bor. Har kimning o'zini haqiqati. Yechim qayerda? Yechim. Meni ham o'ylantirib qo'ygan savol. Jamiyatga sizda hech fikr bo'lganmi? Vaqtlar keladi, DNK asosiy negizi bor haqiqatda olib chiqadi degan. Eshitganmisiz xuddi shunaqa fikrni? Yo'q, eshitmagan ekanman, to'g'ri. Ya'ni DNKni ochilishi deydi. Tarixda bo'lgan voqeliklarni haqiqatini olib chiqadi degan gipoteza bor hozirdan nima men. Men juda xohlayapman shu narsalar tezroq ochilishini. Men qiziqdim bu narsaga. Alohida ochirganman. Hozir oxirgi paytlarda Amerikani tushunishga harakat qilyapman. Tun uchun hayolim shu bo'lib qoldi. Chunki bu odamning yozgan narsalariga qiziqib ketib qolib, ko'rsatsa. Kelajak 100 yil ko'rsatsangiz bo'ladi. Kelajak 100 yil hali tarjima bo'lmagan, zo'rg'a toptirdim Turkiyadan. George Friedman yozgan ekan buni. Amerikaning yashirin urushi, kelajak 100 yil. Men ham qiziqaman-da, misol deylik, hozir ko'p davlatlar o'zidan migrantlarni quvib chiqaryapti. O'shalardan bittasi ochiq aytadigan bo'lsa Rossiya. Misol, migrantlarni foydalanishni bilmaydi, Germaniyaga nisbatan bilmaydi. Tajribasizligi bor. Balkim erinchoqmikan deyman ba'zan. Bu kitobda aytayaptiki, rivojlangan davlatlar kelajakda aholi ozayib boryapti-ku.
ancha ozayib boradi. Ishchi kuchiga ehtiyoj sezadi. Eng katta muammosi ishchi kuchi bo'ladi. Rivojlangan davlatlar deydi. O'shuning uchun hozir kelajak haqida fikrlashga harakat qilyapman. Hozir salkam 6 yildan beri Amir Temur mavzusini qayta chiqarishimizda ma'no yo'q. Undan biz andoza olishimiz kerak, tajriba olishimiz kerak, xulosalar chiqarishimiz kerak, xatolarni qaytarmasligimiz kerak. Hozir siz aytayotgan narsaga men javob bera olmayman to'g'risi. Chunki hech qiziqib ko'rmagan ekanman. Hali loy jangida 1460-yil, bittasida 1360-yil, bittasida 1365-yil deb aytdingiz. Bizga shu orasidagi 5 yil farq qanchalik muhim? Muhim emas. Bizga xulosalar kerak Amir Temur haqida. Misol Amir Temurni biz tug'ilgan, o'lgan, markazlashgan davlat qurgan degan tushuntiramiz, to'g'rimi? Lekin Turkiyada qanday? Mana 2018-yilda bitta turk bola shu narsa bilan mot qilgan. Siz qayerlisiz degan. O'zbekistonlikman. Ha, Amir Temur davlatdan. Ha, Amir Temur davlatdan. Sizga savol degan. Amir Temur Yildirim Bayazidni asirga olgandan so'ng birinchi aytgan so'zi nima bo'lgan degan. Ana o'sha yerda javob berish kerak. Amir Temur bizdan chiqqan. Aytolmaganmi? Aytgan o'shanda. Yerini aytib bergandirsiz hech bo'lmasa, chunki bizda yoshlik paytimizda yilni o'rgatishgan. To'g'ri, ha. 1402 deganman, lekin asosiy narsani aytib bera olmaganman o'sha yerda. Aytganki, filva kirib kelyapti. Amir Temur birinchi aytgan so'zi shu ekan. Filvaki Allohning ishiga ma'ni bo'lish mumkin emasdir. Keling suhbat qilamiz. Tasavvur qiling, dunyoni jahongiriga aylanibdi, kibri yo'q. Haqiqiy bir jahongirday Yildirim Bayazidga birinchi aytgan so'zi. Allohning ishiga ma'ni bo'lish mumkin emasdir. Keling buyuring. Tasavvur qiling. Biz kerak narsalarda o'rganmayapmiz. Shikoyat shundan. Misol Amir Temurda markazlashgan davlat qurgan deb o'rgatamiz. Lekin bola u narsani biladimi? Markazlashgan nima degani? Poytaxti bor va markazlashtirilgan. Ilmda, misol Amir Temur nima qilgan? O'shani tushuntirishimiz kerak. Ilm fanda homiysi bo'lgan. Buyuk bir armiyaga asos solgan. Misol Chingizxon deylik, bitta jo'rofiyaga kirib parchalab ketgan bo'lsa, Amir Temur kirib buzgan, lekin qaytadan qurdirgan. Qaytadan qurdirgan u narsani. Va yana bitta narsa, hozir Amir Temurni qaysi kitobida o'qigandim, esimdan chiqib qoldi. Tilanchilarga chiqargan bitta farmoni bor ekan. Nima? Mamlakatimizda qancha tilanchi borsa hammasini yig'ib olib keling. Ish qila oladiganiga ish bering, qila olmaydiganiga davlat xazinasidan maosh bering. Lekin shuncha qilgan yordamlarimizga qarshi yana tilanchilik qilishda davom etsa, uzoq o'lkalarga surgun qiling. Biz shularni o'rganishimiz kerak. Misol deylik, Amir Temurda jang strategiyasi. Unaqangi men jang ko'rmaganman. Amir Temurda kirib ketsiz, kirib ketaverasiz ichkariga. Misol Hindistonda 20-jangida filga qarshi hech kim jang qilmagan. Filga qarshi aynan Amir Temur tuyalarda foydalanadi. Haligi eng katta muammoimiz, menimcha, bir muammoga noto'g'ri yechim qidirishimiz bo'lsa kerak. Amir Temur to'g'ri va umuman boshqacha yechim qidiradi. Men fanat bo'lganimiz sababi shu. Fillar kelyapti. Nima qilamiz? Bo'l, to'xtab turinglar. Tuyalarni olib kelib, ustiga yonadigan moddalar qo'yib, zanjir bilan bog'lab uni, ustiga yonadigan modda qo'yib, fil kelayotganda qo'yib yuboryapti. Soatlardir yutqizayotgan inson bir onda yutib ketyapti. Mana misol Izmir qal'asi salkam 16 yil qamal qilingan. Ololmagan. Bir tarafi xristianlar qo'lida, bir tarafi musulmonlar qo'lida. Xristian tarafi Gavur Izmir deyilgan. Turklar tarafidan Gavur Izmir deyiladi. Lekin u uch tarafi dengiz. Uni qamal qilish qiyin. Kirib kelsiz qamal qilasiz. Amir Temur qamal qilyapti. Qo'pol qilib aytganda masxara qilishyapti Amir Temurni. 2000-3000 mingta askar bo'lishi mumkin. Amir Temur ogohlantirish beryapti. Shular pastga. Bo'ldi, taslim bo'linglar. Men charchatmanglar deb. Qabul qilishmayapti. Keyin nima qilyapti Amir Temur? Qal'ani atrofini ko'lattirib, yonadigan modda qo'yib, qal'ani butunlay parchalattirib yuboryapti. Qulab tushyapti. Va kemadan yordam kirib kelishi mumkin. Haligi narvonlar qo'ydirib, u yoqdan kesilgan kallalarni jo'natyapti ularga. Psixologik. Va adashmasam Mustafa Kemalda aytgan so'zi edi, Turkiyaning birinchi prezidenti. Sohibir Amir Temur Izmir shahrini olgandan keyin qariyb 550 yilmi hech kim oyoq bosmadi bu yerga. Va Turkiya yurtga aylandi bu yer deydi. Lekin qarangda, misol Fatih Sulton Mehmet. Biz xulosa chiqarmayapmiz Amir Temurdan. Amir Temurdan eng ko'p xulosa chiqargan davlat bu Osmoniylar. Juda ham katta dars chiqargan. Fatih Sulton Mehmetning davlat boshqaruv sistemasi. Yaxshi e'tibor bersangiz, Amir Temurga o'xshab ketadi. Misol Amir Temurni davlatida bitta tuproq to'kib ogohlantirish beriladi. Biz Buyuk Turkiston tuproqlaridan kelyapmiz.
Biz yo bizga biat qil, yo jang qilamiz deydi. Xuddi shu narsani Osmoniylar davlatida bir ustidagi zarchaponni yerga solib, ustiga chiqib, biz Osmoniylardan kelyapmiz. Yoki bo'lmasam, mana Fatih Sulton Mehmet Istanbul shahrini olishidan oldin nima qildi? Hamma qilgan xatolarni qaytarmadi. 3 ta qala bilan himoya qilindi Konstantinopol shahri, to'g'rimi? 3 ta. Uni oshib o'tish qiyin. Chandarli degan inson bor. Bekorga qarshi chiqmagan. Biz ikkinchi marotaba fitrat davrini yashamasligimiz kerak deydi Fatih Sulton Mehmetga. Lekin Fatih Sulton Mehmet u insonni yonidan nimaga ayirmadi? Chunki ogohlantirishga chaqirib turardi bu inson. Zambarak yasadi o'zi. Zambarak yasadi. O'sha zambarak bilan qal'ani buzdi. Lekin o'sha holatda ham ololmagandan keyin kemalarni tog'dan olib o'tdi. Mana Amir Temurga o'xshab yechim qidirish o'zgacha. Biz ham shuni qilishimiz kerak. Ammo bizni ta'limda eng katta menimcha yodlashimiz bo'lsa kerak. Boshqa davlatlar amaliyot qilayotganda biz yodlayapmiz. O'zi shunga o'rgatilgan emasmidi? Ya'ni testlarimiz, universitetga kiradigan imtihonlarimiz, bularni hammasini negizida o'sha raqamlar yozish osonda, test tuzish raqam bilan qilaman desangiz va shunga ixtisoslashgan bilimni 10-11-sinflar axborotdan tayinlanib, u yerda raqamlarni yodlab universitetga kirganmiz. Endi ochig'ini aytaman, Mani xulosam boshqacha bo'ldi Umidjon aka. Menimcha 1 yilda 1.200.000 abituriyent topshirsa kerak. 250.000 talabaga joyi bor, menimcha. Qolgan talabaga joyi yo'q. Ana o'shuning uchun men bu loyihamda qilgan narsam Sohir Amir Temurga o'xshagan shaxsiyatlar ko'proq chiqishi. Mana misol yaponlar epladi bu narsani. Davlatdan kutib o'tirmadi. Xalqi birlashdi, o'zi yasadi. Mana hozir Yaponiya juda ham katta dars chiqardi. Misol Yevropani rivojlanishiga sababchi bo'lgan narsa nima? Inqilob davri. To'g'ri? Sanoat davri. Demak, yaponlar ham sanoatga e'tibor berdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin to'xtab qolmadi, bo'ldi biz yutkizdik. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi demadi. Xalq birlashdi, harakat qildi, ichidan ziyoli insonlar yana davom ettirdi, eplaldi. Biz ham qilamiz u narsani. Amir Temurni tarixini, Al-Xorazmiy yoki bo'lmasa Farg'oniyni tarixlarini qaytadan yoritishdan maqsad ularga o'xshagan shaxsiyatlar chiqish, maqtanib yurishmas. Hozir maqtanib yuradigan payt emas, yoki bo'lmasa Ibn Sino bizdan bo'lgan, yo tojiklardan bo'lgan degan mavzu eng yosh bolacha mavzu hozirgi paytda. Misol bizdan ilm insoni chiqadigan bo'lsa, Tojikistondan ham chiqish kerak. Biz bu C5 O'rta Osiyo davlatda ilmda raqobat qilishimiz kerak. Yevropani rivojlanishiga sababchi bo'lgan narsa, men ochiq aytaman, Fransiya, Germaniya, Angliya ilm taraflama raqobat qilgani. Amerikani rivojlantirgan narsa nima? Ilm insonlar, malakali kadrlar. Ikkinchi jahon urushi davrida butun ilm insonlar Amerikaga qochib ketdi. Eng qizig'i, Amerika oyga chiqish planini Germaniyadan o'g'irladi. Sovet ham shuna qildi, ochiq aytganda. Lekin nemislar oyga chiqish planini kimdan o'g'irladi? Mana Al-Farg'oniyda. Al-Farg'oniy astronomiya haqida asar yozdi. Bu asar Yevropada 3 marotaba tarjima qilindi. Oxirgisi 16-asrda. Lekin 16-asrda tarjima qilib uni hazm qilishlari 300 yil vaqt oldi. Ibn Sinodan eng ko'p foydalangan menimcha Yevropa bo'ldi, tarjima qilib. Biz uni foydalanmayapmiz. Biz yillari bilan ovora bo'lib yuribmiz. Ular amaliyot qilayotganda biz yodlayapmiz. To'g'ri, menimcha talaba yetmaganligi uchun qiyinlashtirildi ko'p narsa. Lekin mana xususiyda ochib qo'yildi, to'g'rimi? Xususiy universitetlar ko'payyapti. Ammo yana bitta narsa, universitetlarda ba'zan ichki tartibidan men noroziman. Ayniqsa maktablardan shikoyat keladi meni kanalimga. Aka, shu mavzuni yoriting deydi. Yoritay deysiz. Xo'p, sabab bordir deyman. Ammo ko'payadigan bo'lsa, ertaga men ham yoritaman. Chunki ichki tartibga bolani ta'limi qolib ketmasligi kerak. Chunki mana Isroil davlatining 9 million aholisi bor. Isroil davlatini davlat qilgan narsa malakali kadrlar. U boshqa davlatdan ilm inson olib kelib o'tirmaydi. O'zida bor u kadr. O'shuning uchun 5500 ga yaqin startap loyihasi bor. Uni 100 taga yaqini unicorn statusga erishgan, qiymati $1 milliard bo'ladi adashmasam. Bu narsalarni biz ham qila olamiz. Nimaga aql mehnati borligida biz jismoniy mehnat qilishimiz kerak. Davlatimiz demokratiya, erkin iqtisodiyot. Har kim ilm bir narsa bajaradigan bo'lsa, biz davlatimiz yuksaladi, hamma yaxshi yashashni boshlaydi. Demak, unga nima kerak? Birozgina insonlarga shijoat berish kerak edim. Turkiston News bilan shuni qilib kelyapmiz. Kanalimiz ochilish maqsadi shu edi. Qarang, hozir ikkita savol paydo bo'ldi. Birinchi savolni birinchi beraman. Tarixga nazar solamiz va kelajakdan tarixga asoslanib kelajakdan nima qilishimizni reja qilamiz. Ya'ni tarixga boqsak, Amir Temur imperiyasi qulagan. Va unga asosiy sabablar nima bo'lgan? Turk
ma'lumotlariga va endi O'zbekistonligini salkam bilamiz. Man hammaga o'xshab Yoki o'zingizni fikringiz. o'zimni fikrim beraman hamisha. Man o'zimni fikrim bo'lgani uchun Amir Temur hamma narsani bitta o'zi bajardi. Misol deylik, Osmoniylarda bitta sulton Istanbul shahrini olgan bo'lsa, keyingisi imperiyaga aylantirdi, keyingisi Yevropaga qadar kirib keldi. Lekin Amir Temur hamma narsani bitta o'zim bajaraman dedi. Eng katta xato shu edi. Jahongir bo'lish da'vosida edi. Chunki Chingizxonga qiziqishi bor edi menimcha. Amir Temur chunki jang uslubi o'xshab ketadi Chingizxonga. Lekin Mustafa Kamol Turkiya davlatini qurgandan keyin Amir Temurdan juda ham katta dars oldi. Mustafa Kamol bir jangda Amir Temurni Anqara jangini ochib olgan. Uni xulosa qilyapti. Aytayaptiki, qarab turinglar deyapti. Bu yerda Yildirim Boyazid Amir Temurni shu darajada qisib olganki, boshqasi chiqolmaydi. Bu joydan faqatgina Sohibqiron chiqdi deyapti. Demak, bu odam Sohibqirondan juda ham katta dars chiqardi va Turkiya Respublikasining qonunini yaxshilab e'tibor bersangiz, Turkiya Respublikasi respublikadir va dunyoviy davlatdir. Demokrasiya 3-qonuni misol desak, tili turkchadir va 4-qonun nima bilasizmi? Boshida sanab o'tilgan 1, 2, 3-qonunlar umuman o'zgartirilmaydi va kun tartibiga qo'yilishi taqiqlangan deyilgan. Ya'ni Amir Temurni qilishi kerak bo'lgan narsa bitta narsani qurgandan keyin uni sistemalashtirish, davomiylik. Ana o'sha narsa bo'lmagani uchun qiladi. Hamma o'zidan bilgan narsasini qilib ketib qoldi. Misol deylik, tariximizdagi eng qora nuqta. Mana Mirzo Ulug'bekda qatl qilinishi. Hozir turklarga borib sizlardan ilm insoni chiqqanmi deydigan bo'lsangiz, Ali Qushchi deydi. Ali Qushchi Mirzo Ulug'bekning shogirdi-ku. Biz ilm tarqatgan ahilmiz. Bu juda katta narsa. Mana yana bitta narsaga to'xtalaman. Hozir Turkiya davlati o'zini turk deydi, to'g'rimi? Lekin 1924dan keyin. Asl turk bizmiz deydigan narsadan hozir men yiroqman. Unaqa bizga kerak emas hozir. Hammamiz turkimiz bitta tilda Lekin ular tan oladi. Ha, chunki mustamlaka bo'lmagan. Shunaqa. To'g'ri, biz bitta millatmiz. Lekin bu joyda bitta narsani eslataman. Hamma narsaga Turkiya ega chiqdi va u narsani foydalandi. Davlatini hozirgacha olib kelyapti. To'g'ri, ta'limida muammo bor. Bizga nisbatan birozgina yaxshi. Qonunlarda yoki bo'lmasam ichki muammolari bor. Mayli, u boshqa mavzular. Lekin qarangda, Alisher Navoiydan dars chiqarishdi. Qashqarli Mahmuddan foydalanishdi. Al-Xorazmiylarda keng foydalanishyapti. Mana hozir yana bitta narsa eslataman. Bizga adashmasam Samarqandda pomidor bodringda yetishtirishni o'rgatayotganlar turklar. Men bundan shikoyatchi emasman. Meni shikoyatim o'zimning millatim izlanmayotganidan. O'zimning millatim. Nima bizni qo'limizdan kelmaydimi bu narsa? Mana yaponlar inqilob qilibdi, nemis. Mana yana bitta narsa eslataman. 1870-yildan 1901-yilgacha Germaniyani prezidenti kim edi adashma? Ismini esimdan chiqarib qo'ydim hozir. Bu odam Germaniyani shu darajada kuchaytiradiki, Birinchi jahon urushigacha Yevropada ishlab chiqarilgan 70% mahsulotni Germaniya ishlab chiqargan. Lekin 1945 da qaraydigan bo'lsangiz, hamma yoq parchalanib yotibdi. Lekin Birinchi jahon urushiga qarang, Birinchi jahon urushida ham yutqizdi. 100 ming armiyani bitta joyga qo'ya olmaysan, samolyotlaringni ko'tara olmaysan, og'ir sanoat ishlata olmaysan, hamma shartlarni qo'yib tashlashdi. Osmoniylarga u darajada shart qo'yishmadi misol. Mana Lozan shartnomasi bor. Bo'g'ozlardan kira olmaysan, bu. Lekin nemislar nima qildi? Ulardan ham og'ir shartnoma bor edi. Harakat qildi, birlashdi, ketdi, epladi. Birinchi jahon urushiga yetib bormasdan Yevropadagi ikkinchi eng buyuk iqtisodiyot. Buyuk Britaniyadan keyin. Mana hozir bitta narsa eslataman. Mana ustozim aytadiki, Oybek-domda siyosatshunos, kunuzdan chiqarilib, bilimlarda onasi tajriba deydi. Ularda tajriba bor edi. Misol Amerikada siyosatshunoslik fani o'rgatilayotganda Germaniyadan olim olib kelib siyosatshunoslik darsini o'rgatgan. Yana bitta narsa eslatib o'taman, qaranglarda Amerika bo'lishiga sababim ilm insonlari bo'ldi. Hozir ham ilm insonlari. Qayerda ilm insoni bo'lsa, hammasini olib keladi. Bitta davlatda bor qiladigan narsa malakali kadrlar. Hamma narsa ilmga taqalyapti hozir. Men Amir Temurni aynan shu sistema qura olmaganiga qo'shilaman. Menda ham shunaqa fikr bo'lgan. Ya'ni xuddi biznesda front office deymiz-ku, front office'da jang qilib bosish imkoniyati kuchli bo'lgan, lekin back office deyiladi-ku, aynan sistema qurishdagi xulosalar keyingi pokoleniyani, aytaylik, farzandlarni bir-biri bilan talashganligi katta zarba bo'lgan deb qo'shilaman bu fikrga. Lekin yana bitta
mavzu bor menga rosa qiziq. Endi siz Turkiyada o'qib o'sha yerdagi tarixni o'rganganligingiz uchun solishtirish maqsadida so'rayapman. Ya'ni biz Hindistonni olamizmi, Pokistonni hozirgi endi yoki Turkiyani olamizmi? Ko'p insonlar Amir Temurga yoki uni avlodi Boburiyga qarab ular turklar deb hisoblamagan, ular mo'g'ullar deb yozilgan. Ya'ni ularni tarixida ko'p narsa mo'g'ul deb yozilgan. Buni sababi bor, bir turkiy yengilishni qabul qilishmagan. Misol Zahiriddin Muhammad Bobur Biyona amirini ogohlantiradi. Ey Biyona amiri, tez vaqt hamon oldimizga kelib nasihatlarimizni eshitmasang, ma'lum bo'lgan ayoni qilishdan qaytmaymiz, dedi. Bu og'ir bir anaqa. Misol tasavvur qiling, 332 yil biz Hindistonni boshqaryapmiz va anaqa Buyuk Britaniya kelyapti, mustamlaka qilish kerak, lekin xalqni Boburiylarga dushman qilyapti. Tijorat maqsadida kelyapti. Tijorat maqsadida kelib, u yerda egallab, maktablar, har xil narsalar qurib, xalq ongini boshqaryapti. Xalq ongini boshqarib, Boburiylarga dushman qilib, mana sizlarni tangrilaringni so'yib yeyishyapti bular. Misol. Bular sigirga sig'inadimi? Shu narsani qildi. Keyin ularni mo'g'ul qilib ko'rsatish. To'g'ri, endi Zahiriddin Muhammad Bobur onasi taraflama Chingizxonga taqaladi. Ota taraflama Amir Temurga, lekin ota taraflama hisoblaymiz biz, ona taraflama emas. Hozir qabul qilmagan deylik. Bir Turkiya nisbatan yengilishni hech qachon qabul qilishni xohlashmagan. Tarixdan shu paytgacha. Va yana bitta narsa hozir esimga tushib ketdi. Biz turkiylarda eng katta muammo menimcha birlashmasligimiz bo'lsa kerak. Chunki bu tabiatan oldindan beri shu. Metaxon davridan yoki bo'lmasam Bilga Xoqon davridan birlashishni xohlamaymiz. Birlashish ham qanaqa? Bitta davlat shaklida emas. Bir-birimizga qarshi siyosat olib bormaslik. Misol deylik, Amir Temurga yondashuv boshqacha. Misol hozir ijtimoiy tarmoqda menga rosa shikoyat keladi. Amir Temurda qozoqlar qozoq deyapti. Yo'q, bu yondashuvdan qochinglar. Amir Temur hammamizniki. Kim Turkiya ichida gaplashayotgan bo'lsa, so'zlashayotgan bo'lsa, hammamizniki. Hammamizniki. Fatih Sulton Mehmet bizniki, Abdulhamid bizniki, saniki manakisi yo'q, hammamizniki. Olib foydalanish kerak. Bitta tilda gaplashyapmiz. 90% bir-birimiz tushunamiz. Bizga tarjimonni keragi yo'q. Men misol Turkiyada yurganimda qozoqlarga qozoqcha gapiraverdim, men tushunaman. Qozoqsin qo'ya, qozoqcha so'rayapsizmi deb misolda. Gapiravering, men tushunaman deb. Aytmoqchi bo'lganim biz foydalanishimiz kerak bu narsalardan. Endi yana bitta narsa eslataman, bizni Turkiylarda eng katta muammo, sen meni boshqarmoqchimisan? Mendan kuchliligini isbotla, jismonan va ruhan. Oldindan shu. Bu narsa bo'lgan. Bo'lmasam nimaga Sohibur Amir Temur 25 yil faqat o'zini davlatini tartib intizomga qursin? Nimaga Islom Karimov bu darajada muammo yashasin? To'g'rimi? Bo'ysunishni xohlamagan. Men bizni jo'rafiyamizdan bitta narsadan qo'rqaman. Kuchli inson birdaniga chiqib ketib olishi mumkin. Tarix bunga ayon. Ochadigan bo'lsak, bu jo'rafiya qiyin paytida kuchli liderlar yetishib chiqadi. Biz faqatgina o'sha muammolarda borligini ko'rsatishimiz kerak xolos. Ana o'shanda kuchli insonlar yetishadi, lekin bunga qo'shimcha qilishimiz kerak. Ta'limni to'g'rilab, to'g'ri yo'nalish berishimiz kerak. Hozir eng katta muammomiz g'oyaviy. Bitta g'oyada birlashishimiz kerak. Bu juda katta narsa. G'oyamiz hali menimcha shakllanmagan. Bir fikrlashimiz bir-biriga mos tushmas ekan. Uni aytib o'tmoqchiman. Qaysi desangiz, Amir Temurni yonida turib yozgan-ku degan holatdagi tarixchilarga ishonarli qaramayman. Yo'q, albatta. Nega? Chunki uzoq tarixga bormaymiz. Shundan bir 20 yil oldinga yoki 15 yil oldinga o'tadigan bo'lsa, bilan o'tirib yozgan tarixchilarni birinchi qo'rquvi Albatta. u haqiqatini olib chiqmaydi deb bilaman. Va ko'p tarixlar o'zi aslida u insonni vafotidan keyin yozilib, ya'ni yaqin holatda yozilgan tarixga ko'proq ishonaman. Men bitta narsa aytaman, endi Umidjon aka. Aslida bir xil fikrlayapmiz. Men ham siz fikringizga qo'shilaman. Men u darajada hissiyotga berilib ketmayman tarixda. Men faqat olib andozni ishlataman, undan foydalanaman, undan jasorat olaman. Lekin bizning jamiyatimizdagi eng katta muammo un bilan maqtanib yurish. Hozir yana bitta narsa aytaman. Bu kitobda misol Amerikaning muammolarini Jorj Friedman o'zi yoritadi. Ataylardan o'rtaga qo'yadi. Amerikani dunyoni boshqarish siyosatini tushuntirib beradi. Lekin bu orqali Amerikani maqtayotgan bo'lsa-chi, balkim zakasnoy bo'lsa-chi. Ana o'zimizning fikrimiz bo'lishi kerak deb boshida o'shuncha aytdim. O'zimizning fikrimiz, o'zimizning xulosamiz. Bu shunaqa bo'lgan ekan deb o'qing, xulosa chiqaring. Endi bizda eng katta muammo yana eshitish bo'lsa kerak. Va u eshitgan narsasini to'g'ri foydalanilmaydi. Uni to'g'risini sortirib qilib, misol
Ammo tarixga qaraydigan bo'lsangiz, eng zo'r tujjorlar biz davlatimizdan chiqqan, to'g'rimi? Eng zo'r tujjorlar. Mana yana bitta narsa eslataman, misol qozoq, qirg'iz, qoraqalpoqlarda bitta tabiatan jang qilish qobiliyati bor. Uni qabul qilish kerak. Qibchoqlar shu o'zi tarixda. Lekin biz ilm ahlimiz. Ilm ahli. Misol nimaga bo'lmasam bunchalik olim insonlar Samarqand, Buxorodan chiqsin. Biz ulardan faqatgina foydalanishimiz kerak, olib. Imminni shu tarixchi shu narsani yozgan ekan deb uni tortishib o'tirish bema'ni. To'g'ri, men fikringizni bilmoqchi edim o'zi asli. Yondashuvimga anaqa tayyor turavering, chunki tanqidiy yondashuv haqiqatda ko'proq olib chiqadi deb qarayman. Albatta. Hozir sun'iy intellekt degan zamon kelyapti va bir tadbirda, chet elda tadbirda bo'lganimda bir inson sun'iy intellekt shu darajaga chiqishi imkoniyati borki, bu tarixni qaysi davrgacha, aytaylik, mana shu bitta kitob qaysi davrgacha bog'lashligini va u davrdan oldin buni manbasi qayerdan olishligini yillargacha olib bora oladi va u yilda uzilish bo'lganini ko'rsatib bera oladi. Qaysiki bu 60% haqiqatga yaqin, bu 40% haqiqatga yaqin emas yoki teskarisi. Bu 40% haqiqatga yaqin, 60% haqiqatga yaqin emas, chunki bu yerdagi ma'lumot keyingi manbaga bog'lanmayapti degan darajagacha chiqish imkoniyatlari bor va bu narsa tarixga qayta yozilishiga sababchi bo'ladi degan fikrlar bor. Bunga nima deysiz? Juda jiddiy mavzuga to'xtaldi hozir. Meni o'ylantirib qo'ydi hozir. Haqiqatan ham agar bu narsa rivojlanadigan bo'lsa, men sizga bitta narsa aytdim. Amir Temur haqida bir video qo'yadigan bo'lsak, odamlar kommentariyada yozadi. Google'da bunaqa yozilgan ekan deydi. Do'stim, men sizga Aliyazidan olib qo'ydim yoki bo'lmasam Harold Tamtamni kimdandir olib qo'yyapman. Men sizga Google'dan olib qo'ymayapman. Google'dan o'zi qanaqa ma'lumot bo'ladi? Kim qo'yadi atga? Hatto qisqacha ma'lumot bo'ladi, xolos rost bo'lmaydi. Agar bu narsaga biz ishonadigan bo'lsak, tarixda Amerika davlati Yaponiyaga yaxshilik qilish uchun atom bomba otgan. Yaponiyaga 10 yildan keyin o'rtaga chiqqanki, Yaponiyani pachag'ini chiqarib olishgan ekan, qo'pol qilib aytganda. 250 ming odam o'lishiga olib keldimi? Mana misol. O'zi haqiqatan ham jiddiy muammo ekan. Men bu haqda o'zi boshqa fikrim yo'q. O'shunga o'xshash holatlarda yashaganim uchun aytdim. Bu yaxshi oxirgi paytlarda kamayib qoldi. Insonlar har xil ma'lumotlar ko'rib, bu bola ham o'zi to'g'ri aytyapti ekan. To'g'ri, mana adashaman, yillarda adashtirib olishi mumkin. Mana misol deylik, kecha Lelandni 1917-yilda vafot etdi degan ekanman, o'z vaqtida 23-yilda. 23-yil. Ammo men yilga e'tibor bermayman. Yil menga muhim emas. Xulosa kerak menga. Chunki men tarixchi emasman. Meni xalqaro munosabat yo'nalishimga, diplomat yo'nalishimga tarix o'rganishim kerak, e'tibor berishim kerak. Chunki meni Turkiyadagi tarixshunos o'rtalarim 500 ta, 700 ta, balkim 1,5 mingta kitob o'qishyapti. Men ko'zim bilan ko'rganman u narsani. O'qishini ko'rsangiz hayron qolasiz. Kitoblar ba'zan yetilib ketib qoladi men o'rtalarimda. Hozir Turkiston degan yondashuvni sahnaga olib chiqyapsiz-da. Va bunda shu Turkistonni yanada hozir bizani prezidentimiz ham harakat qilyaptilar. Birlashaylik degan strategiyani juda ko'p inson xohlayapti. O'ylaylik, Turkmandan oling, Qozoqdan oling, Qirg'izdan oling, hamma birlashish kerak bo'lgan holatda juda istayapti, lekin qarshi taraflar ham ko'p. Nima yondashuv qilishimiz kerakki va bizni birlashishimiz tezlashishi uchun? O'rtaq tarix qilishimiz kerak. Birinchi avvalo. Tushuntirasiz. Misol deylik, Amir Temur haqida Tojikistonda boshqa, Qozog'istonda boshqa, O'zbekistonda boshqa deylik. Shu hammasi bitta bo'lish kerak. Bir xil ko'rinishda bo'lish kerak. Menimcha shuni o'zi misol eng katta narsa bo'ladi. Uni qilib olsak. Misol Amir Temurni bir xilga odamlar Mo'g'ul deydi, Turk deydi. Mayli bitta bo'lsin kitob. Bir xil ko'rinishda bo'lsin. Nimaga bitta bo'lishga harakat qilyapmiz? Chunki bitta bo'lish sababi birlashmasak yem bo'lamiz yana bir marotaba. Bizning xalqimiz 4-assimilyatsiyani ko'tara olmaydi. Mana ochiq aytadigan bo'lsak, Mo'g'ullarga tarixda tobe bo'ldik, to'g'rimi? Qancha narsa kirib ketdi bizning xalqimizga? Qancha muammolar kirib ketdi? Mana biz tarixda, misol Rossiyaga tobe bo'lib, bizni tilimizga ruscha so'zlar ko'payib ketdi. Lekin biz Eronga tobe bo'lmasdan turib, misol forscha so'zlar ham misol deylik. Bu ziyon emas, mayli bitta geografiyadamiz, birodar xalqmiz. Chunki Samarqand, Buxoroda avvaldan turklar va forslar yashaydi. Bunda muammo yo'q. Lekin misol mana ruslardan keyin deylik, juda katta narsa o'zgardi. O'tgan safar to'xtalgandek bitta mavzuga. Biz madaniyatimizni unutdik, to'g'rimi?
madaniyatni qayta tiklashga Islom Karimov harakat qildi. Lekin domlalar misol madaniyat haqida gapirsa bola umuman tushunmaydi. Lekin madaniyat nima edi? Misol tarixda bir zulm ko'rgan turkiy xalq qirilib ketayotgani, kuchliroq bir boshqa turkiy davlatga borib, men qirilib ketyapman, meni xalqimni qutqar. Bir narsa qiladi, yordam beradi, qirilib ketmaslik uchun. Kelajakda qora nuqta bo'lib qolib ketmaslik uchun. Mana misol 1920larda biz o'zligimizni unchalik unutmagan deylik. 1930 o'sha paytlarda. Adashmasam Kuchuk Chekmaja imzolashmasidan keyingi Osmoniylar davlatini eng katta yo'qotishi bu Axizga muammosi. Messiti turklar. Eshitgan bilamiz bu narsani. Bu jang tazminot qilib berilgan ruslarga. Stalin 1944-yil esiga tushib ketib, Messiti, ya'ni Axizga turklarini O'rta Osiyoga surgun qilgan, vagonlarga solib. O'sha paytdagi biz iqtidorimiz aqlli ish qilib, bizga jismoniy mehnat bajaradigan insonlar kerak. Bular menga kerak deb qutqarib qo'ygan ekan. Men shunday tushundim. Lekin 89-yilga kelib biz bir-birimiz bilan urushib ketdik. Chunki ayirish siyosati qilindi. Qozoq boshqa, qirg'iz boshqa. Aslida bittamiz. Aslida. Mana Qozoq boshqa emas. O'zbekistonda ko'piga ketmaymi? Vodiy misol Qarluq taraf. Toshkentdan keyin Qipchoq, Xorazmga borsangiz O'g'uz. Uchalasi bitta millat, 3 ta qavm. Qozoqlar ham Qipchoq. O'zbeklarda ham bor Qipchoqlar misol. Bovurim deb so'zlashadi, vohaga boradigan bo'lsangiz. Misol Xorazmga galdi gitdi deydi. Hammamiz bitta millatmiz. Lekin ayrish siyosati bo'ldi tarixda. Ayrish siyosati. Va hozirga kelib boshqa millat bo'ldik. To'g'rimi? Axizga turkini boshqa millat deb qabul qildi. Lekin asli Turkiston edik-ku. Ha. Bu turkizichniy degan so'z bu oddiy so'z emas bu. Bu tarixda misol deylik, turkiy degan so'z ham o'zi turk tili degani. Turk tilli degani. Lekin biz tilimizni boshqa bir davlatdan olmaganmiz, o'zimiz tilimiz. Alisher Navoiy xizmat qilgan bu tilga. Birinchisi Qashqarli Mahmud, ikkinchisi Alisher Navoiy. Bunga o'xshagan shaxsiyatlar chiqmagan tarixda. Turk nazmida chumen tortib alam ayladim ul mamlakatni yoq qalam. Davrida turk tili yo'qolib ketayotganda Alisher Navoiy hissa kiritdi. Axizga turklar ham bizdan edi. Faqat 89-yilda shu darajada muammo ko'tarildiki, uni to'xtatib bo'lmay qoldi. Hani kecha ham ijtimoiy tarmog'iga qo'ydim bu narsani. Qo'yishimga sabab bor, chunki kelajakda biz bu muammolarda yashamasligimiz kerak. Nimaga birlashtiryapti Shavkat Mirziyoyev ham bu narsani? Chunki birlashmasa yem bo'lamiz. Boshqa bir joyga assimilyatsiya bo'lmasligimiz kerak. Tilimiz mana notarius deymiz, boshqa deymiz, tilimizga aralashib yotibdi. Boshqa so'zlar. Bitta millatda borligini nima isbotlaydi? Tarixi tili. Misol deylik, Tojikiston klassik forschada so'zlashadi. Klassik forscha. Eng eskilardan. Eron modern. Afg'oniston dari forschasi. Farqi nima? Misol deylik, men Tojikistonda tili misol bu mavzuga o'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. Ularda ko'p kitob yozilmagani uchun menimcha Tojikistonda tili rivojlanmay to'xtab turibdi hozir. Agar ularda ham kitob yozilsa, ko'p kitob o'qiladigan bo'lsa, fors tili ham chiroyli til. Misol qarang-da. Men chom qadar amali xo'p durrem یک ذره خطایی کردیم همه خطایی رو فراموش میکند نه دوستان هیچ کس فرشته نیستن til faqat bekordan foydalanishmagan tarixdagi olimlar fors tilidan misol hozir ruscha aralashib yotibdi tojikchaga lekin bu yem bo'lmasligi uchunda xullas meni xohishim shu imminni bitta davlat bo'lishimiz emas qarama qarshi siyosat qilmasak qozog'istonliklar o'zbekistonga kelganda bovurim kelibdi yoki bo'lmasam turkmanistondan kelganda men turkman o'g'illaridanman xush kelibsan qardoshim. Bunaqangi voqealar bo'lishini xohlayman men. Bitta davlat bo'lish shart emas. Mana Yevropa ham Shengen qildi. Lekin Shengen bo'lishiga sabab nima edi? Tarixda Osmoniylardan yoki bo'lmasam ruslardan qo'rqqanidan ular birlashib ketdi. Osmoniylar Yevropaning ichiga kirib kelmasin yoki bo'lmasam ruslar kecha Istanbulni olishga harakat qildi. Istanbul yerlashsa u yoqqa qarab yurib olishi mumkin deb ular tezlik bilan birlashib ketdi va Shengen holatiga keldi. 28 ta hozir Shengen birlashgan davlatlari bor adashmasam. Buni rivojlanishiga sabab muammo borligi uchun yechim qidirib bu nuqtaga kelishgani. Biz ham muammo bormi? Demakki biz birlashishimiz kerak. Ana ekologiyamiz buzilyapti deyilyapti, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam yana boshqa muammolar bor. Bu muammolarga biz boshqacha yechim qidiryapmiz. To'g'ri yechimlar ham bor aslida. Davlatning budjetini ko'taradigan misol. Har xil. Mana misol Yaponiya uzr tilim turkcha yetib qoladi Yaponiya deb. Yaponiya ko'mirdan elektr ishlab chiqaradi. Biz ko'mirni yoqib isinyapmiz. Qo'pol qilib aytganda. Ular ko'mirni Rossiyadan eksport qilayotganda Ukraina urushi sababli uni sizni olmaymiz dedi. Avstraliyadan sotib olyapti.
axlat muammosimi, balkim ko'chalarda, to'g'rimi? Balkim Norvegiya tandirdir. yo'q. Endi rak kasalligiga tandirda non yopmayotganim sababli bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi boshqacha yechim bo'ldi bu narsada. Ko'rdim bu narsani. Yoki bo'lmasam man havo buzilishiga sabab zavoddan chiqayotgan yomon moddalar deb o'yladim. Lekin qarangda, mana Norvegiya davlati PET shisha deyiladi-ku, mana misol shularni 97%ni qayta ishlab chiqaradi. Yoki bo'lmasam Yevropada juda ham ko'p davlat bor. Axlatni yoqib elektr ishlab chiqaradi. Bizning eng katta muammoyimiz elektrikmi? Menimcha elektr yetkazolmayotganimizdan 200 kilovat bo'ldi. Xususiyda ochamiz. Xususiy nima deydi, quyosh batareya. Boshqa yechimlar ham bor, lekin uni xalqimiz qidirish kerak. Chunki biz erkin iqtisodiyotga ketyapmiz. Mahallamizda kimdir paypoq ishlab chiqaradigan bo'lsa, hamma paypoq ishlab chiqaradi. To'g'ri? Men misol deylik, Toshkent Farg'onaga yuradigan taksini kimdir eng zo'r qilgan bo'lsa, boshqasi ham shuni qiladi. Men bu tanqidim rivojlanishga sabab, sindirishga emas. Avvalo tanqid rivojlanishga sabab bo'lishi kerak. Buni yomon qabul qiladigan yo xafa bo'ladigan do'stlarimiz bor. Lekin bitta zo'r tarafi bor, bilasizmi? Shularni bizda ergashuvchanlik kuchli ekanda, shularni ilm tarafga qaratsa-chi, hamma ilm olib ketadigan strategiya yoqish kerak. Mana hozir bu bola o'zini aqli yo'qyapti demayman, jon aka. Hozir bitta kichkina, men o'zim xulosam 200 xilga yaqin video ko'rib chiqdim. Shu axlatni qayta yoqish, nima deydi, ishlab chiqarish qanaqasida. Qiziqdim, o'zim qilishni xohladim, lekin budjet taraflama muammoyim bo'lgani uchun mayli qilsin boshqa o'zbek. Lekin qilsin, O'zbekistonda qilsin. Elektr muammoyimiz bor bizda. Vodiyga, menimcha boshqa taraflarga ham elektr bormagan joylar bor. Kecha menga bittasi yozyapti, kecha emas, shu bir oymi oldin. Qo'limda pulim bor, kimga yordam beray? Studentlarga yordam bering aka. Kontraktini to'lanmayotganlari bor. Ba'zan avtobusning pulini to'lanmayotgan bolalar bor. Qiynalib kelib o'qiyotganlar bor. Ilmga beraylik shu narsani, misol. Ilmga berish kerak. Shu joyda to'xtataman sizni, chunki bu muammoni menga ham ko'tarishdi. Bizani ko'rayotgan jamiyatimizda faqat shart qo'yishdi, faqat noto'g'ri tushunmanglar. Shart asosli deb bilaman. Agar ichimizda ko'rayotganlarda kimda kim o'qiyotgan bo'lsa va yaxshi o'qiyotgan bo'lsa, albatta Telegram usernameingizni yoki telefon raqamingizni yoki email adresingizni qo'yib qo'ysangiz, bizda tadbirkorlar o'sha yoshlarni o'qishini, kontraktini to'lab beramiz degan juda ham tadbirkorlarimiz, saxiy tadbirkorlarimiz ko'p va ularni aynan siz ko'targaningiz uchun bu narsani aytib o'taman. Yozib qoldirishingizni so'raymiz, chunki tadbirkorlarimizga bizani ustozlar eng zo'r hissani qatga qo'yganimiz yaxshi deganda ilmi tolib, ya'ni talabaga rivojlanishiga to'lanadigan hissadir aytishdi va uni ko'p tadbirkorlar hozir so'rashyapti. Shartlari nima desa, haqiqatda yaxshi o'qiyotgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni 3 bo'lgan bo'lsa, uzr, siznikini to'lab berish olmaydi. Agar baholaringiz 5 ga, 4 ga yaxshi yopayotgan bo'lsangiz, albatta bu imkoniyat bor. Endi eslatib o'taman, o'sha narsani axlatni yoqib, chiqindini yoqib, elektr ishlab chiqarishda men qiziqdim. Rosa qiziqdim. Norvegiya, Isvichra qayerda? Shvetsiya davlatlarini yoki bo'lmasam Yaponiya, har xil davlatlarni ko'rib chiqdim-da bu joyda. Misol, Norvegiya davlati Angliyada axlat eksport qilar ekan. Yetmas ekan o'ziga. Yetmas ekan. Qarang. Misol deylik, hozir qog'ozni qayta sotib oladigan, baklashkani qaytarib sotib oladigan, temirni, shishani qaytarib sotib olib, uni bir zavodga berish mumkin. Agar 1 yildan keyin u kattalashadigan bo'lsa, budjeti Xitoyga borib nima qilasiz? Balkim shishani qaytarib ishlab chiqaradigan, plastikni qaytarib ishlab chiqaradigan mashinasini olib kelasiz. Keyin qog'ozni qilasiz. Misol deylik, Pepsi Cola bir narsa zakaz berishi mumkin. Menga baklashkani qayta ishlab chiqargan. Misol Norvegiyada bitta baklashkani idishi qariyb 50 marotaba qayta ishlab chiqarilar ekan. Bu haqda jurnalistik matn ham tayyorlab o'zim profilimga qo'ygandim bu narsani. Qiziqtirgani bolalarda. Chunki qilish kerak bu narsani. Bugun qog'ozini ertaga baklashkasini qilasiz. Faqat yechim ko'p, faqat izlanish kerak bu narsaga. Endi budjetingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, keyin axlat o'sha chiqindini yoqib, elektr ishlab chiqarasiz. Buni Turkiyada ham qilinyapti. Turkiyada ham qilyapti. Turklar qiladigan, bizmi qila olmaymiz. Izlanishimiz kerak shu. Mana bir akamizni bilaman Buxoroda. Ha. Aynan Buxoroni deshmasam 70-80% axlat o'shani qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Yo'q. Men endi O'zbekistonga juda katta millioner. Uzr so'rayman avvalo, men O'zbekistonga kelganimgacha ko'p bo'lgan yo'q.
Ba'zan o'zimni begonadan his qilib qolaman ko'chada. Mani faqat xohlagan narsam bizdan ko'proq ilm insonlari chiqishi. Mana misol jadidlar mavzusiga birozgina men teran kirmayman bu mavzuga, faqat kirib o'tamiz. Ziyorat qilib. Jadidlarimiz nimaga bizni bolalarni aynan Germaniyaga ta'limga jo'natmoqchi edi? Chunki Jo'natgan-a? jo'natgan ham. Nimaga jo'natmoqchi edi? Chunki u yerda ta'lim haqiqatdan boshqa. Misol Turkiyada ham, bizda ham biz yodlayotganimizda ular amaliyot qilyapti. Ular amaliyot qilyapti. 5 ta mashina ishlab chiqaradigan fabrikasi bor. Misol deylik, Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Opel shunga o'xshagan. Misol men Opelni 2021da Opel emas, Volkswagenni ko'rgandim. 2021-yilda adashmasam, butun dunyoga 10 million mashina sotar ekan. 10 million. Mana yana bitta narsa. Apple'da yillik daromadi 391 milliardmi? Shunaqa edi 2024 bilan. Hozir O'zbekistonda yillik yalpi ichki mahsulotning daromadi 130 milliard. Daromad emas, u GDP'ni asosiy summasi. Asosiy summasi. Hozir bitta Apple'niki 391 milliard. Mana hozir bitta yana mavzuga to'xtalaman. Hozir Falastinda zulm ko'rayotganini nimaga Yevropaga biz tushuntira olmayapmiz? Sabab ijtimoiy tarmoqlar biz qo'limizda emas. Misol Yevropada jurnalistlar yetishtiradigan bitta anaqa bor, agentlik bor Yevropada, Yevropa jurnalist nadoramada. Bu joy menimcha Amerikaga bog'langan deb o'ylayman misol. Haligi borku Street, Vanguard, 3 ta investitsiya kirgizadigan 3 ta gigant kompaniya bor, o'shunga taqalayapti hamma narsa. Hozir misol o'sha 3 ta kompaniyani yillik daromadi 23 trilliard ekan. Amerikani yillik daromadi 21 trilliard ekan. Va juda ko'p narsa u yerga taqalayapti. Juda ko'p narsa. Siz bilgan o'sha Pepsi bilan Cola bir-biri bilan raqobat qiladi, lekin ularda aksiyasi masanaga shirkatlarda. Xullas, jurnalistika ham ularda qo'lida, ular investitsiya kirgizadi. Chunki 4-hokimiyatda. 4-hokimiyat. Qonun chiqaruvchi, ijro qiluvchi va sud hokimiyati va ijtimoiy tarmoq nima deydi, ommaviy axborot vositasi. 4-hokimiyat. Lekin 4-hokimiyat noto'g'ri joyda bo'lgani bu yaxshi emas. Ammo men jurnalistlarimizdan ham so'rardim iltimos qilib, yaxshi o'rganishimiz kerak. Chunki bizga jurnalistlar kelib ishlayman deganda men yo'q dedim ko'piga. Chunki ingliz tili bilmaydi. Ingliz tili. Faqat o'qib berishni biladi. Yo'q. Misol qancha narsa bor. Misol Yevropani texnologiyasini tarjima qilib, uni zo'r material qilib olib kirib qo'ying, o'zbeklar bilsin. Menga nima deydi, bir axborot kanalidan chiqqan narsani tarjima qilib o'qib bermang. Men kerak emas u narsa, deyman. Baqalgalar bor, o'zimizni boshqa kanallardan o'g'irlab, bo'lmasam kanalimizni bekitib ketaveraylik, ular ishlayversin. Mana misol bitta jurnalist 6 million yo 7 million jurnalist olayotgan bo'lsa, yaxshi harakat qilsa 20 million ham olishi mumkin. Undan keyin reklamasi. Bir jurnalist qiladigan narsa nima? Ovozi emas, berayotgan ma'lumoti, tahrirlayotgan bir materiali o'zimiz izlamaymiz. Izlanish bilan izlanishning orasida farq bor. Mana misol o'sha Anadolu yoki bo'lmasa BBC o'ta katta harakat qilganidan 5500 ta yaqin jurnalist ishlayapti. Misol Kyotoda ham Kyoto News bor, Yaponiyani axborot agentligi, 1000 tadan ortiq jurnalist ishlaydi. Biz qo'limizdan kelmaydi? Keladi. Faqat izlanish kerak. Shu. Misol hozir ingliz tili dunyo tili demaylik, o'rtaq til misol. Siyosatchilarni, biznesmenlarni favqulodda gaplashadigan tili, so'zlashuv vositasi, to'g'rimi, ingliz tili. Lekin jurnalistikaga, aynan siyosatshunoslik yo'nalishlariga, diplomatiyaga, bu yo'nalishga ingliz tili kerak. Misol jamoatimizda yana bitta eng katta xato bor, hamma narsaga bitta til o'rganadi. Rus tili. Yo, hozirgi yoshlarimizda emas, u katta yoshlarimizda shunaqa-ku, lekin hozirgi yoshlar ingliz tiliga fokus qaradi. Hozir 10 ta odamdan bir 9 tasini so'rasangiz rus tili. Ammo shu nuqtada yana bitta narsa aytaman, Jon aka, biz tilga nisbatan, tilni qilishimiz, tilni o'rganishimiz kerak, lekin tilga nisbatan birinchi o'rinda o'zimiz kasbimiz. Misol bir kun Serbiyadaman, Belgradda, Belgradda qornim ochdi. Pizzaxonaga kiryapman. Eslatib o'taman, Serbiyada inglizchani yaxshi bilishadi. Yosh katta ayollar ham, yosh kattalar ham hammasi zo'r biladi inglizchani. Margarinli pizza so'radim. Qornim ochib ketdi endi. Ammo tushuntirib berishim kerak. Buni qo'shing, buni qo'shing. Yo'q, kerak emas. Shuni ber bo'ldi deyapman. Keyin sen qayerlisan dedi. Men o'z aslida Sredniy anaqadanman, O'zbekistondanman, O'rta Osiyo. Turk ishlanguvchi. Osmoniylar qarindoshsan, Osmoniylar qarindoshiman.
Keyin yonidagi 3 ta qizga qarab turib aytyaptiki, "Ha, bular dedi, qayerdan biladi ingliz tilini" deyapti. Ingliz tili bilgani uchun o'zini tepada ko'ryapti. Keyin men chaqirib aytdimki, "Men senga o'xshagan mustamlaka davlat emasman" dedim. Birinchi o'rinda dedim. Xafa bo'lma dedim. "Sen qancha oylik olasan" dedim. Hop, meni qiz bolani oldida hurmatsiz qildi-da, endi masxara qildi. O'zbekistondan kelib qayerdan biladi degandek qilib. Men hozir Serbiyaga kelganimdan beri dedim, har 300 metrda til o'quv markazlari ko'ryapman. Fransuz, nemis, hamma tilni o'rgatyapsizlar. Sizlar dunyoga migrantmi sotyapsizlar dedim. Sen necha pul olyapsan? Sen $1000. Ingliz tili bilib shu joyda $1000 oylik olayotganing uchun asabing buzilgan, menda alamingni olyapsan. Qo'pol qilib aytganda. Til o'rganing, lekin o'zingiz sohangizga moslang. Misol deylik, Eronshunos eroncha nima deydi? Eron forschasi o'rganadi. Turkpolklar turkiy til o'rganadi. Rus filologlari rus tili o'rganadi. Siyosatshunoslar, diplomatlar bular ingliz tili o'rganadi, to'g'rimi? Hamma sohaga bitta til yo'q menimcha. Chunki nimaga? Men Turkiyada shu narsani sezgandim. Putin siyosatga kelgandan keyin butun teleradiolar, kanallar yoki bo'lmasa kitob nashriyotlari Rossiya siyosatiga moslangan. Rossiya siyosatiga. Bitta narsani tarjima qilib shunda qo'yib yubormaslik kerak. Chunki bizning mentalitetimiz boshqa. Bizning dunyo qarashimiz boshqa. Ularga to'g'ri bo'lgan, bizga to'g'ri emas. Mana eng katta muammo nimaga? Osmoniylar nimaga quladi degan mavzuda biroz eslatib o'taman. Tanzimot degan farmon bor. Osmoniylar davlatida oz yashayotgan xalqlarga kattaroq huquq berish. Bu narsa irqchilikka olib keldi. Va turonchilik g'oyalari uyg'onib chiqdi. Va deylik Falastinda 3 ta din vakili bemalol yurgandi. Lekin oralarida muammo chiqdi. Ozgina xalqlar turklarga nisbatan, boshqalarga nisbatan tepaga qarab ketib qoldi. Lekin yahudiylar yoki bo'lmasa armaniylar davlat ishiga yaqinlashtirilmagani yaxshi edi o'z aslida, chunki tijoratda ulardan ko'proq pul topayotgandi. Lekin nima qildi? Angliyadan qarz olib, investitsiyaga emas, qarz olib saroy qurdiradi. Ismi Do'lma bog'chami degan saroy qurdiradi. Juda katta muammoga aylanadi. Va Angliyadan qarzlari ko'payib to'lanmagani uchun o'sha tanzimotni qabul qilasan deb har xil yo'llar orqali yana qiladi. Shu tanzimotni qabul qilgandan keyin boshlanadi hamma narsa. Xato orqasidan xato. Chunki Tanzimot bo'yicha babcha ochib bersangiz. Tanzimot bu hozir o'zim ham eslamadim, chunki 2022dan kim o'qigandim. Bir marta o'qib o'tgandim xolos. Abdulhamidni kitobini yozgan odam Qadirim, Yovuz Bahodir degan odam yozgan Abdulhamid xon haqida kitob. O'shunda kelib o'tadi. Tanzimat farmoni 1848larmanda ekan, hozir eslamadim. Ozgina xalqlarga yaxshiroq huquqlar berilishi. Buning orqasida irqchilik kelib chiqdi. Muammolar ko'payib ketdi. O'sha Angliya o'zida bo'lgan qonunda Osmoniylar davlatiga qo'yishni xohladi. Qo'yilgandan keyin o'sha Tanzimat farmoni o'sha edi o'zi. Katta muammoga aylanib ketdi bu narsa. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, shundan misol keltirdim. Rossiyaga to'g'ri bo'lgan yoki masalan Turkiyaga to'g'ri kelgan narsa bizga to'g'ri kelmaydi. Chunki bizni dunyo qarashimiz boshqa. Biz avvaldan kelgan madaniyatimiz bor misol. Men bitta narsani ham eslatib o'taman hozir Umidjon aka. Mani turonchi deb o'ylaydi ko'pchilik. Men turonchi emasman. Men ko'proq muhofazakor, demokratchi bo'lsam kerak. Muhofazakor nima degani? O'zida bor narsalarni himoya qilib, uni rivojlantirish va tashqaridan texnologiyalarda rivojlanishni asta-sekinlik bilan mos kelganini olish. Misol deylik, Yaponiyaning ta'limi zo'rmi? Birozgina andoza olishimiz kerak. Lekin bizga to'g'ri kelmayaptimi? So'rashimiz kerak. Yoki masalan Norvegiyadan, Shvetsiyadan, qayerdan bo'lsa ham, lekin bizga to'g'ri keladigan narsalarni olishimiz kerak. Hozir sizni fikringizcha insonlar mamlaqa 600 varro, 800 varrolik kitob emas, tinchgina ijtimoiy tarmoqdan Temur Ikromoğlu'ni eshitib qo'ysam, yaxshiroq o'xshyapti degan holatlar yokida ijtimoiy tarmoq insonlarni o'qishdan tortib o'ziga jalb qilayotgan holati bor. Hozir bitta narsani eslatib o'taman. Men xato qilmayman emas, men xato qilishim mumkin. O'shuning uchun hamisha shaxsiy fikringiz bo'lsin. Men o'sha aytganimda yilda adashtirib yuborishim mumkin. Men ham noto'g'ri manbani olib o'zi umuman adashib ketib qolish. Sizga nisbatan emas, umumiy holatda aytaman. Ya'ni insonlar O'zimdan misol. masalan o'zingizni misolingizda kitoblarni highlight qilib, polni ichida yozib, o'qib, u narsani o'rganib, kerak joyini belgilab qo'yayotganlaringiz bu sizga tegishli narsa, lekin jamiyatda u 1% tashkil qilmayapti. 99% ijtimoiy tarmoqda o'tirib, aytaylik, Temur akani eshitib qo'yganim yaxshi ekan degan aniq holatlar bor. Va bu narsa qanchalik insonlarni kelajakda rivojlanishi uchun
o'z fikriga ega bo'lishi uchun to'g'ri ishlaydi. Iloji boricha to'g'ri narsa chiqarishga harakat qilaman har doim. Bitta narsaga ishonib ketmayman. Bitta narsani o'qiganimda gumon qilib qolaman ba'zan. Ammo gumon yaxshi gumon bo'lishi kerak. Ammo ishonmagan narsamni chiqarmayman avvalo. Shu 4 yildan beri, adashmasam, yo 3 yildan beri ijtimoiy tarmoqda doim shu narsani eslataman. Faqat o'zingiz fikringiz bo'lsin. Eshitgan narsangizni sortirib qiling, to'g'risini foydalaning. Men ham xato qilishim mumkin deyman. Chunki ba'zan men Amir Temurni tushuntirayotganimda ba'zan hissiyotga berilib ketaman men ham. E'tibor bersangiz, ancha berilaman men. Chunki bizdan yana ham kuchli insonlar chiqsin deyman. Ammo Amir Temur ham xato qilgan bo'lishi mumkin. Xato qilgan bo'lishi mumkin. Hech kim xato qilmaydi emas. Hamma xato qiladi. Shu. Boshqa narsa ayta olmayman men. Shu joyda men savolingizga javob bera olmadim. Faqat fikrlar almashinyapti va bizani ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqlar o'zligi fikrlarga qarab turib xulosa chiqarishadi. Chunki maqsadimiz o'z fikriga ega bo'lish. To'g'ri. Avvalo o'zini fikri bo'lsin hamma joyda. Chunki nimaga o'zini fikri bo'lsin? Men biroz oldin aytdim. O'sha Yevropa medialari yoki bo'lmasa butun dunyodagi axborot kanallari chiqarayotgan axborot o'sha kanallar o'zasida Vanguard, o'sha Street o'shalarga borib taqallayapti. U o'ziga yoqmagan narsa, balkim biz o'zimiz eshitishimiz kerak bo'lgan narsalarni eshitayotgandirmiz. Ana o'shuning uchun o'zimizni fikrimizni shakllantiradigan kanallarga va bunday shaxsiyatlarga ehtiyojimiz bor hozir. Va eng katta muammo bizda raqobatchini sindirib qo'yish. Eng yomon ko'rgan narsam. Misol Germaniyani rivojlanishga olib kelgan narsa, hozir boshqa mavzuga olib ketib qoldim, uzr, Umidjon aka. Germaniyani rivojlanishga olib kelgan narsa BMW o'sha Mercedesda chiroyli raqobat olib borgani. Raqobatchini yo'qotgan odam onida to'xtaydi. Chunki xotirjam bo'ladi. Men o'zim bittaman deydi. Lekin raqobatchi bo'lsa ishlashga undaydi. Raqobatchini dushman emas, do'st qabul qilish kerak. Biz raqobatchini dushman qabul qilganimiz uchun hali ham shu ahvoldamiz. Misol, siz bitta kichkina loyiha qilyapsiz, kattaroq loyiha egasi siz bo'lishingizni xohlamaydi. Lekin mana Germaniyadagi ikkita kompaniya bir-biri bilan chiroyli raqobat olib keldi. Hozirgacha voz kechilmas mashinalari bor. Men misol o'zimga Mercedes tanlardim. Misol. BMW ham voz kechilmas. Hozir ikkalasi bilan suhbat qilsangiz, ikkalasi ham baribir bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchisi yo'qolishni xohlamaydi. Chunki raqobatchi yo'qolgan joyda qulaydi birinchisi. Aytganim shu. Ya'ni bitta tarixchi boshqa bir tarixchiga nisbatan yoki bo'lmasa bir jurnalist boshqa jurnalistga nisbatan, bir deputat boshqa bir deputatga qarshi anaqa qilmasi kerak. Chunki bu jamiyat bizniki, bu davlat bizniki, bu vatan bizniki. Shu. Raqobat rivojlanishga sabab bo'lsin, tanqid rivojlanishga sababchi bo'lsin, sindirishga emas. Chunki tanqidni ham ko'pchilik adashtirib o'radi yoki bo'lmasa so'z erkinligini ham adashtirib o'radi. So'z erkinligi birovni haqorat qilish emas. Shaxsiy fikr erkinligi. Misol, so'z erkinligini da'vo qilib turib so'kinib turadigan odamlar bor. Qaysidir odamda. Balkim davlat odami bo'lsa. Men davlat birortasini himoya qilmoqchi emasman, lekin xato ketyapti bir xil joylarda. Insonlar ajratib ololmayapti bu narsani. So'z erkinligi bilan birovni haqorat qilish. Misol. Toshkent shahri Shayxontohur tumanida joylashgan Millat umidi maktabi 7-sinfdan 11-sinfgacha qabul ochdi. Agar farzandingiz dunyoning top universitetlariga kirishni maqsad qilmagan bo'lsa, unda bu maktab siz uchun emas. Bu maktab farzandim dunyoning nufuzli universitetlariga grant asosida qabul qilinsin degan ota-onalar uchun. Maktab 5 yildan beri o'z faoliyatini olib boradi. Shu paytgacha o'quvchilarimiz millionlab dollar grantlarga ega bo'lishgan. Bu grantlar qayerdan? AQSh, Xitoy, Koreya, Malayziya, Yaponiya, Qatar va Yevropaning bir qator davlatlari universitetlaridan yutilgan grantlar. Umumiy hisobda bu grantlar qancha bo'lishini bilasizmi? 150 million AQSh dollar va bu davomiy o'sib kelayapti. Hamroyev Eldor, Carnegie Mellon universiteti 370 ming AQSh dollar. Alijonov Aziz, KAIS to'liq qoplanadigan grant. Dadajonov Abdulloh, HQUSC dunyoda top 50 talik universitetlardan biri. Keyingisi sizning farzandingiz bo'lishi mumkin. Buning uchun farzandingizni bizning maktabga bersangiz kifoya. Batafsil ma'lumot olish uchun video pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting yoki ushbu raqamlar orqali bog'laning. Biz insonlarni o'z fikriga ega bo'laylik degan tavsiya bilan chiqamiz. Lekin o'z fikriga ega bo'lish qarorlariga bog'liq. Bu qarorlar esa xulosalarga bog'liq. Lekin teskari yurganimizda xulosalar qarorlarga bog'liq bo'lsa, qarorlar
fikrlarga bog'liq bo'lsa, fikrlar qayoqdan kelayotganligiga bog'liq bo'lsa, qaysi birini haqiqat va qaysi birini haqiqatga yaqin bo'lmagan holatda qanaqa ajratib olinadi? Hozir bu savolingizga to'g'risi men javob berishim shart emas, chunki tomoshabinlar ham shuni deb o'ylayman. Sizni kuzatuvchilaringiz ancha ish odamlari. O'shuning uchun bu savolga men javob bermay qo'yaveray ekan. To'g'risi. Avvalo shuni ham eslataman. Siz misol chaqirdingiz Temurbek, bizni podkastimizga kelasizmi deb. Men bu podkastlardan qochayotgandim to'g'risi. Chunki men nimaga qochayotgandim? Shunda Abror Muxtoraliday yoki bo'lsam olim odamlar bor, ilmli insonlar. Nimaga men? Hali men o'zim o'rganuvchi odam bo'lsam, jamiyat ijalligi tanilgan shaxsiyat bo'lmasam, ko'p chaqirildi, ammo qabul qilmadim. Endi keyin ishxonamizda bir akamiz bor, Azbek ekan. Yo uka, Umijon akam yosh katta odamlar kuzatadi, ishli odamlar kuzatadi. Endi sizni tushunmaydi-ku ba'zan auditoriyangizni. Ular tushunadi dedi. Va suhbatini oling Umijon akamni. O'shun bilan tezda qabul qilib, iloji boricha tezroq kelishga harakat qildim, ammo 2 oy kuttirib qo'ydik sizni. Yo'q, men nima bu narsalarni olib chiqaman, chunki har doim har bitta men yosh bo'ling, men katta bo'ling. Shundan menda pozitsiyamizda bizani ko'radigan ijtimoiy tarmoqlarda ham xuddi o'zini fikri bo'lganligi uchun kerakligini oladi. O'zi qabul qila olishini oladi va o'shani qabul qiladi. Bu degani yoki sizni, meni yaxshi tarafda olishi yoki yomon tarafda olishda emas, chunki har bitta insonni yaxshi ko'radigan insoni bo'ladi, yomon ko'radigan insoni bo'ladi va bu fikrlar o'zi aslida pichoqni chaqlaydi deb bilaman. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni o'z fikriga ega bo'lmoqchi bo'lgan insonlar qarama-qarshilikni eshitgandagina u narsaga ikkinchi taraf borligini biladi-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qanaqa holatda eshitishida yoki aytmasligida bu narsalar o'zi aslida sizni va bizni rivojlantiradi. Albatta. Nafaqat bu, bizning Albatta. ijtimoiy tarmoq. Lekin bitta narsani xursand bo'ldim. Yo'q, bu narsaga javob bermayman deganingiz. Chunki vaqtli keladi, xudo xolasa vaqtli keladi. Esingizdami deb ko'tarishingiz mumkin-da. Ya'ni bu yaxshi ko'radigan holat. Mendan ko'p odam bir narsa so'rasa, uzr bilmayman deyman. Shu joyga yokida javob bergim kelmaydi. Bu bilmayman degan gap o'z aslida eng sehrli gap. Shunaqa? Maza qilasiz. Men maza qilaman to'g'risi. Ammo kerakli joyda aytish kerak. Kerakli joyda. Hozir biz podkastda ekanmiz. Muammolarga yechim qidirish. Chunki siz bu millat umidi loyihasini qilishingizdan maqsad balkim meni meni g'oyamga o'xshash bir g'oya bo'lishi mumkin. Bir muammoni ko'rgansizki, o'sha muammoga qarshi bu podkastni uyushtirgansiz. O'zi asli shu deb chaqirganman sizni. Ya'ni Sizni g'oyalaringiz, fikrlaringiz menikiga mos kelganligi uchun chaqirganman. rahmat. To'g'risi, mana birinchi marta ko'rishtiribmiz. Lekin insonni niyati, qadriyati va qarashi muhim. Bilim daraja qabrgacha o'sadi. Albatta. O'shaning uchun Albatta. men har bitta pozitsiyada insonni niyati bo'ladi-ku, ichki niyatini birinchi o'ringa qo'yaman. Qancha o'rganganingiz sari o'zingizda yo'qligini his qilib boraverasiz. Misol men ijtimoiy tarmoqqa birinchi chiqqanda baqirib gapirardim. Birovni fikrini eshitmasdan, o'zim fikrimda turib olardim misol. Yo'q, qarshi tarafdan eshitish kerak. Ba'zan 18 yoshli boladan ham shunaqangi zo'r fikr eshitib qolaman, hayron qolaman. Eshitish kerak, ammo kerakli joyda gapirish kerak. Haligi bitta odat qilib olgandim, bilmayman degan gapni. Ba'zan masxara ham qilishdi bu gapni orqasidan. Bilmayman, to'g'risi. Aqlli ekansiz siz ham deb misol. Ammo keyin e'tibor bersam, kerakli joyda haqiqatan ham gapirish kerak. Nimaga? Bizni loyihamizni qilishdan maqsad bizdan kattaroq insonlar chiqish, sizga ham shunga o'xshash. Chunki nimaga? Umijon aka, hozir O'zbekistonda qariyb 30% aholi o'zini o'zi ish bilan ta'minlayapti deylik. Balkim shofirlik qilib 30% to'g'rimi vodiyga borsangiz, damaslarda ishlashadi. Lekin bitta narsani xohlayman. Bu yomon yondashuv emas. Shofirni bolasi ham shofir bo'lmasa kerak. Bu zakoni hech kim qo'ymagan. Chiqadi bizda. Haligi odam aytish kerak. Men oilamni eng yaxshi holatda yashataman. Men dadam shuncha ishlagan bo'lsa, bundan keyin men o'zim hamma nazoratni qo'lga olaman. Deyish kerak. Mas'uliyatni his qilish kerak. Ba'zan universitetlarda ham ko'ryapman, o'qiyapman deb yurgan bolalar ham vaqtni bekor sarflayapsizlar. Haqiqatan vaqtni bekor sarflayapsizlar. To'g'ri joylarga fokus qaratish kerak. 22-23 gacha ko'p narsani bitkazib olish kerak. Chunki ota-ona bola berilmagan bizga. To'g'risi.
ba'zan men o'zimni yonimdagi bolalardan ko'raman, uydagilar qiynalib kontrakini jo'natib beradi, bir narsa qiladi. Lekin behuda vaqt sarflayotganini, misol deylik, aka men suxandonni o'rganmoqchiman. Xo'p, oldin til baza qil. Til o'rgan, ingliz tili. Sani Qur'oni ingliz tili. Oldin ingliz tili. Keyin u 2-3 yildan keyin ham suxandonlik qilsang bo'laveradi. Suxandonlik o'rgansang bo'laveradi. Suxandonlik o'rganish uchun immun borish shart emas. Kitob o'qi, to'g'ri o'qi. Nuqta virgulda to'xtab o'qi, qayta o'qi, ovoz chiqarib o'qi, o'zi ovozing shakllanadi. U bir joyga borib to'g'ri endi sen jurnalist bo'lsang, kel oldimga. 1 oy, men senga 1,5 oy o'rgatishim mumkin. Aka men bu joyga harakat qilib. Yo'q, to'g'ri joyga fokus qaratish kerak. To'g'ri joyga. Keyin 1000 ta kitob o'qishda emas, 100 ta to'g'ri kitob o'qishda. To'g'ri. Chunki 1000 ta kitobdan kelgan xulosalar ham har xil bo'ladi. To'g'ri yo'lda topib olish vaqt sarflaydi. 100 ta kerakli kitoblarni. Hamma kitob o'qish kerak. Hech bo'lmaganda 1,5 oyda bitta. Kitob raqobat qilishimiz kerak, chunki Shvetsiyada hozir o'rtalama 14 soatmikan kitob o'qiladi bir haftada. Bu degani 2 soat kuniga, balkim 1,5 soatdir. Yo, bizda ham 14 soat ijtimoiy tarmoqda o'tiriladi kamida. Mana hozir bitta narsa eslatdim, aka. Qarang. Bitta Xitoylik olimni ko'rib qoldim. Ijtimoiy tarmoqda ko'rdim. Aytibdiki, agar deyapti, ertalab kech payt deyapti, uxlashdan uyg'onganingizda telefon ishlayotgan bo'lsangiz, eng katta muammo shu yerda boshlanyapti deyapti. Keyin men odamni qidirdim. Qidirganimda shu narsa chiqdi. Haqiqatan ham uxlashdan oldin va uyg'onganda telefon ushlash eng katta muammo ekan. Chunki ishingizni kuchaytirish haqida g'oyalar uxlashdan oldin va uyg'onganda keladi, ayniqsa tushda. Band bo'ladi miya. Teta tizimiga o'tib bo'ladi miya. Lekin biz u paytda nima qilamiz? Ijtimoiy tarmoqda o'tirgan bo'lamiz. Til o'rganmoqchi bo'lganlar ham uxlashdan oldin va ertalab qaytarish kerak bu narsani misol bitta CEO nima deydi? Sizni biznes g'oyangiz bor. Uni kuchaytirish uchun 5 yil emas, 1 yilda qilish kerak. 1 yilda to'g'ri ishlarni bajarib kelish kerak, to'g'ri qarorlar olish kerak, to'g'ri yondashuv qilishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalansak bo'ladi. Men ham foydalanaman, men ham misol video ko'raman, kulgili narsa ko'raman. Show biznesda ham tomosha qilib turaman misol. Vaqtida, ish vaqtida, o'qish vaqtida, dam olish vaqtida bo'lish kerak. Ishni dam olishga aralashtirib olmasa kerak, chunki meni tengqurlarimda eng katta ko'rgan muammoim yoki bo'lmasa o'zimdan kattalardan. Shu narsani eslataman, meni o'rtalarim mendan kattaroq yaxshi. Bez va xatno ishlagan odam psixop bo'ladi birozgina. Bez va xatno. Dam olish kerak. Chunki biz yoshlarimiz eng katta qilayotgan xato shu. Aynan siz podkastingizda shuni aytib o'tsam, ana xursand bo'laman. Do'stlar, ishlash vaqti bilan dam olish vaqtini hech qachon o'zgartirib olmanglar. Aralashib ketmasin. Vaqtida dam oling, vaqtida ishlang. Agar siz 3 hafta, 2 hafta bez va xatno ishlaydigan bo'lsangiz, uylanishdan oldin yoki bo'lmasam shu kerakli paytda hech narsa qilgingiz kelmay qoladi. Erinchoq bo'lib qolasiz. Menimcha bu narsani yashagansiz, siz mendan ko'proq bahor ko'rgansiz. To'g'rimi? Bu narsani tartibga solish kerak. Menimcha Yevropada yakshanba kuni rivojlanishiga sabab sanoat davrida ishchilarini doimiy foydalanish uchun yakshanba kuni обязательно dam olish qilishgan. Albatta, chunki dam olmasa ertangi kun samarali bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri dam olish kerak. Vaqtida uydagilar bilan ham. Xullas, bu mavzuga kirmaylik, shundaylar. Hozir qarang, tarixiy xotirasiz kelajak yo'limiz, tariximizga boqib turib, biza jamiyatdagi muammolarga yechim topishga harakat qilib kelajak quramiz-da. To'g'ri. Hozir jamiyatimizda qanaqa muammolar borki, biza kelajakda bu narsani takrorlamasligimiz uchun yoki hozir jamiyatdagi muammolarga qanaqa yechim topishimiz kerakki, kelajakda bu yaxshilikka ishlasin. Oilamizda yosh kattalar bolaga nisbatan to'g'ri g'oya berish kerak. To'g'ri yondashuv, hayotda yashash to'g'ri yetish kerak. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Misol deylik, hozir Yevropa maktablarida sizni U ota-onalar sesser paytida kommunizmdagi tarixni o'qib bitta bo'lish kerak. o'zgarishimiz kerak. Yaxshi yashashimiz kerakmi? Demak, o'zgarish kerak birozgina. Qayerlardadir xatolar qilyapmiz, o'sha xatolarni qaytarmasligimiz kerak. Misol deylik, Yevropa maktablarida meni bolam deylik, hali uylamaganman lekin, meni bolam deylik, bir maktabda o'qiyapti, ona tilidan, adabiyotdan 5 olgan, fizikadan 4 olgan, matematikadan ham 3 olgan deylik. Davlat aytayapti, men senga tekinga o'qituvchi beraman. Qaysi fandan xohlaysan? Men endi Yevropada yashaganim uchun bizda anaqamiz boshqa deylik. Meni bolam ona tili adabiyotdan zo'r o'qiyapti ekan, demakki bunga qiziqadi. Bunga o'qituvchi yollaydigan bo'lsam, Navoiyga o'xshagan shoir chiqadi.
Navoiyga o'xshagan shoir. Biz nima qilamiz? Xuddi shunaqangi voqea bo'ladigan bo'lsa, matematikadan bundan qolib ketibdi. Demak, matematika bilan buni berib yetishtirib olishim kerak deydi. Yo'q, bir bolani miyasi faqatgina bir tarafga qarab ishlaydi. Bir tarafga. U misol menga doktorlikni ochib bersangiz miyam ishlamaydi. Matematika ochib bersangiz ishlamaydi. Tarix, tashqi siyosat yoki misol jurnalistlik bu sohalarga yaxshi ishlaydi. Har bitta inson shunday. Misol kimdir ko'zni zo'r davolaydi. Lekin misol 15 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, 10 yil. Mebelchilikda o'rgan, och qolmaysan. Kuzubga tushish anaqa bo'lasan. Yo'q, unday emas. Boladan fikr olish kerak. Nimaga qiziqasan? Eshitib, agar u kasbda kelajagi bo'lmaydigan bo'lsa, uni chiroyli qilib, moddiy taraflama tushuntirib, kelajakda bu qulashi mumkin. Misol deylik, hozir o'g'lim sani ta'lim sohasiga kirishing bu hozir emas. O'qib qo'yoni. Chunki hozir ta'limda yaxshi oliy olishmaydi. Ammo 8 yildan keyin rivojlanadi. Hozir rivojlanyapti. Misol IT sohasiga qara, hozir ITda yaxshi. Men qiziqmayman, bo'lmasam bo'ldi, bu sohaga o't. Lekin kelajakda o'yladigan soha bo'lsa, bu kirgizmasa kerak. Ammo chiroyli yo'l bilan. Bu yo'lga kirmayapmiz. Misol deylik, Turkiyada erkakka o'xshamasdan yashab yurgan bir bola kelyapti. Bizni xo'jayinni jiyani ekan. Xo'jayinni yana bir jiyani unga qarab so'kindi. Yonimizdagi sherik aytdiki, buna qilib yondashilmaydi bu muammoga. Noto'g'ri yechim dedi. Kech payt ukalaimizni olib taksimga bordi. Kirib bo'lmaydigan kafega olib kiryapti. Nima qilyapti ekan deyman-da men endi. Olib kirdi. Atrofida o'shunga o'xshagan erkaklar. Hammasi. Tushundingiz? Ertasi kun bola sochini to'g'riladi, shimini hamma yo'g'ini to'g'rilayapti. So'z bilan emas, amal bilan bajarish kerak. Misol deylik, bu necha desangiz 2 deydi. To'g'rimi? Bolaga qarab turib 2 deydi. Lekin bolaga bir qo'limda necha bor desangiz 10 deydi. Lekin men bir qo'limda aytdim. U amalga qaraydi, so'zga emas. Bir qo'limda necha dedim, 2 marta ochib hisob buni amalda bajarib ko'ring, bo'ladi, shu narsa bo'ladi. Bu bizda eng katta muammo. Bolaga to'g'ri yo'l va qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Xuddi tadbirkorlikda qo'llab-quvvatlab, uni himoya qilgandek, himoya qilmayapmiz, himoya qilishimiz kerak. Bolani ham shunday qilishimiz kerak. Hayotda yashashni o'rgatishimiz kerak. Yashashni. Misol, tamal bilim universitetda beriladigan bo'lsa, hayotda kerak bo'ladigan fundamentni biz oiladan berishimiz kerak. Chunki bizga tajriba kerakmi? Tarixda bor. Bor. Misol, meni dadam Amir Temurni 6-sinfligimda aytgan. Amir Temur butun mo'g'ullarni bu vatandan quvib chiqargan. Bir o'sha aytgan gaplar. Misol, men o'zi aslida Qirg'izistonda tug'ilganman. Mendan so'raydigan bo'lsangiz, men spetsnaz askari bo'lishni xohlaganman yoki bo'lsam shunga o'xshagan sohada ishlashni xohlaganman. Lekin dadam aytgan, sen Qirg'izistonda tug'ilgansan. Yaxshi narsa qil. Keyin o'zing nima deydi? Ani xavfsang bir bo'ladi. Misol, meni birinchi ustozim dadam. Dadam aytgan, sartaroshlik sohasiga kirma, sen asabiysan. Ammo men haqiqatan ham asabiyman bir o'zingni. O'tda sabri bo'lmasa bo'la olmaydi. Dadam u narsani aytgan. Ammo men kirib olganman bu sohaga. 8,5 yil bordim bu ishda. Yashash kerak, ishlash kerak. Yashash uchun ishlash kerak. Ishladim. Lekin hozir men oldimga qaytish tariq qo'yib qo'ysangiz, asabim buzilib ketadi. Qaragim kelmaydi. Yoqtirish boshqa, lekin u insonga mos kelishi boshqa. Shuning uchun ota-onalarga katta vazifa bor. Meni atrofimdagi o'rtalarim misol ichida shunaqangi javohirlar bor edi. Misol, Rossiyaga boring, hozir stroykada ishlayotgan akalarimiz orasida shunaqangi olimlar bor aka. Sizga ta'riflab beraman. Ba'zi bir odamlar bilan gaplashayotganimda haqiqatan ham lol qolganman. Tasvirlab bera olmayman bu narsani. Faqat o'sha to'g'ri yondashuv bo'lmagan. Misol, biz mustaqillik davrida qo'limizdan nima keldi? Davlatni boqish uchun paxta. Ikkinchisi, tashqaridan kirib kelayotgan pul. Davlatni yashata olmadik, to'g'rimi? Keyin ta'limda o'qib o'qituvchi bo'lgan odam oz oylik olib, qiynalib, qog'ozbozlik bilan qiynalib, to'g'rimi? Buni ko'rgan ota-ona bu bo'lmaydi. Mebelda o'rgan, qassob yo'q. Ta'limda o'sha paytda kelajak yanaqasi yo'q. Hozir borgan sari ta'lim rivojlanyapti. Xususiy universitetlar ko'payyapti. Eng zo'r o'qituvchi bo'ling, ham dars berasiz,
balkim ijtimoiy nima deydi, ommaviy axborot kanaliga borib ham oylik evaziga haftada 2 marta 3 marta chiqasiz. Yechimlar bor. Biz o'zimiz qidirmaymiz yo to'g'ri yo'l ko'rsatmaymiz. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda bizani Millat umidi podkastida kuzatayotgan yoshlarimizga bir savol. Siz bu fikrlarga nima deysiz va izohlarda savollaringiz bo'lsa kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Sizga ham kattakon rahmat. Bu joyga chaqirganingizga menimcha asosiy muammolarni suhbat qilaylik, bundan xulosa qila oladigan insonlar bor. Shunga xursandmiz bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Umijon aka. Salomat. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka.